Assalamu alaikum, hürmetlik radyo anlıqçılar. Erik Uyghur Radyosu'na hoş geldinler. Ben bugünkü program riyasetçisi Abdurrahman Öztürk. Bugün sizler bilen 3 saat Uygurların azatlık hakkında mühim temalarda birlikte Kanada'dan, Avustralya'dan, Amerika'dan ve başka Avrupa'daki devletlerden bir kısım akillerimiz, siyaset adamlarımız, bilim adamlarımız özünün fikrini Uygurların azatlık hakkında izlenişleri asasında məxsus temalar bop ötüdü. Bugün aldı bilen programımızı Avustralya'daki Uygur ziyalilerimizden Memtimin Ela Efendim bilen birlikte başlayımız. Programımız başlaştığım bunun tövende bir nakşını kısa bir birlikte anlayılı. Azıdar buğda bugün bağrıydı her can azıdar. Azıdar buğda bugün bağrıydı her can azıdar. Yaş döküp Kaşgar ili yığlaydı turpan azıdar. Yaş döküp Kaşgar ili yığlaydı turpan azıdar. Men kumul diye aylinip çıksam hiyalen bu sen. Kaygıda bütkül şehir sehradı dikkan azıdar. Kaygıda bütkül şehir sehradı dikkan azıdar. Kirsenlar güdekler un dökülmenlar likin ehli gül matemdidir tamam reyhan azıdar. Bak kirsenlar güdekler un dökülmenlar bugün ehli gül matemdidir tamam reyhan azıdar. Maysumbul cim buluşsa veciket küzdün dimem. Nevkrallar ketti uçup şunla aşkı bostan azıdar. Tolgunup irtiş ili tarim tümen deryasını. Aktı hasret ilkide bağrıydı kan kan azıdar.
Tolğunup irtiş ili tarim tümen deryasımı. Vakti hasret ilkide bağrıydı kan kan ağzıda. Vakti hasret ilkide bağrıydı kan kan ağzıda. Assalamu alaikum hürmetli radyo anlıcılar. Yukarıda Hazıdar namlık nakşini birlikte anıldık. Vatanimizde günde her günü, her ayda yeni vakalar, yeni katliamlar, yeni kırgınçılıklar günden günge köpeyyotudu. Chet eldeki Uygurlardan ümit bek çoğun derecede kütüyotudu vatandakiler. Ama bizim chet eldeki Uygur davarımız daha kançılık derecede kitip barıdı. Bizdeki ittifaklık kayadan kayaç bulatıdı. Küşümüz kançılık, dava kayadan kaya kitip barıdı. Bu meselelerge elbette şu chet eldeki Uygurlarımızın özümüz izlenişimiz gerek. Özümüz bir yolunu tepişimiz gerek bununla. Azatlıkni, erkinlikni hiç kandak bir millet, hiç kandak bir devlet Uygurlara elip vermeydi. Bu ayakta bizim özümüzden Uygurların arasından çıkan bilim adamlarımızdan, akıl ilgilerinin fikirlerini bütün muşa radyonu anlaş imkaniyetiyle ilgili olan Uygur kırındaşlarımızla birlikte anlatış maqsadida radyomuz bugün 6. sanını hazır naq meydandan başlamakçı. Mikrofon aldığımızda hazır Avustralya'dan Memtimin A'la efendim bizimle birlikte. Assalamu alaikum Memtimin A'la efendim. Qanday ahvalınız yaxshi turamsiz? Wa alaykum assalam. Qanday ahvalınız yaxshimi? Rahmet. Memtin efendim. Bugünkü asaslık temimiz şu Uygur davasıga bir megizlik paylısı bulduğun temilardan bir qancha sual şekilde ben bir temi tayyorlab chiqdim. Ben dastlabini hazır siz bilan başlasam. Birinchi sualim Uygur diasporasidagi psixik meselelerge qanday qaraysiz? Yani bu yerda diaspora degan bu shu so'zni bir bu inglizchadan kelgan bir so'z bu. Buni bir Uygurlarga bir sharhlab o'tgan bo'lsangiz, ondan keyin mush savolimizga, mush temamizga sizning o'zingizning ichidagi yurak so'zlaringizni bir anglagan bo'lsak. Bo'ldi, Abdurahmon inem, diaspora degan bu so'z albatta Uyg'ur so'zi emas. Bu so'zning tegini biz shu grek tilidan izlaymiz. Grek tilida bu so'zning ma'nosi tarqalish, tarqalib ketish degan ma'noni bildirdi. Bu so'z tarixda ko'pincha shu asldagi Falastindan ayrilib butun dunyoga Rim imperiyasi butun dunyoga ko'chishga majburlangan Yahudlar qartilgan bu so'z. Bu so'z 19. asrda ingliz tiliga kirib, ingliz tilida iste'mol qilish boshlangan. Ikkinchi dunyo urushida shu Yahudi qatliami yoki Yahudlarning Holocaust deyildi yoki Shoah deyildi inglizcha. Shundaki bu so'z texnik mukammal ishlatish boshlagan, lekin Ikkinchi dunyo urushidan keyin bu so'zningki asldagi Yahudlar qartilgan bu ma'nosi bargan sari kengayib, bu shu o'ziningki ona yurtidan, ona tuproqidan, o'ziningki asldagi tarixiy zamindan ayrilib boshqa bir davlatga ko'pincha hollarda majburiy ko'chirilgan yoki ko'chirishga majburlangan xalqlarga qartilgan. Endi shu munosabat bilan yoki mushtabirga asoslangan vaqtida özümüzdeki asldagi ana yurtimiz bo'lgan Sharqi Turkistondan turli shakllardan jumladan bo'libmi shu Xitoyninki zulmi sababidan shu o'zimizning vatanda turish mumkinchilik bo'lmay chet elga chiqib o'zimizdan 5-chet elga chiqib sarson sargardon bo'lishimizningki shu qismini diaspora degan atalg'iga solsak bo'ladi. Bu ma'nodan elbette vaqtda Uyg'ur diasporasi deganimiz mundaq şilbetqa vaqtda özümüzdeki aslida vatani Xitoy tarafidan besib ilinib, bizningki mush chetga chiqib ketgan bir qismlarimizningki musharda yashash mumkinchiligimiz bo'lmagan ahvol ostida o'zimizning vatandan tark etib, boshqa yurtlarga yoki boshqa rayonlarga yoki boshqa davlatlarga chiqib ketib, shu yerda o'ltiraqlashib ketishdan iborat mana shunday bir kultur hadisini ko'rsatishga bo'ladi. Hamda bu diasporaninki hamda tegitekte hamda bir kultur hadisi bo'lgan bilan, lekin buni tegitekte hamda buningda bir siyosiy bir ko'rinish bor. Ya'ni siyosiy jihatda o'zininki yurtida
turuş hem bu yerde özünki haqiqiy insani haq huquqlarini joriy qildirish mumkinchilik bo'lmagan xalqlar ya shu xalqlarning bir qism a'zolari shu o'zining shuni besib olgan shu tajovuzchi kuchlar tarafidan siqib chiqarilgan yoki bu yerda jazolanish xavfi duch kelgan vaqtida bu vaqt o'zining shundan chiqadi. Endi Uyg'urlarning diasporasiga qarasak, endi Uyg'urlarda buni biz endi ko'ch deymiz. Masalan biz o'zimizningki 19-asrdagi Molla Bilal Binni Molla Nazimining she'rlari qarasaqmi, ayni vaqtdagi bizningki ota-bobolarimizningki mushu G'o'lcha atroflaridan Yetisuq ko'chgan vaqtdagi ahvollarini bizning bu shoirimiz ko'ch qo'shoqlari degan shakl degan. Diasporani biz ko'ch yoki ko'cha desak bo'ldi Uyg'urcha tarjima qilsakda, yoki Uyg'urlarning ko'chi deb tarjima qilishga bo'ldi. Demak endi bizningki endi Uyg'urlarningki tarixida bo'lib shu 70 hozir zamon tarixida Uyg'urlarningki nurg'un qatam boshqa yerlarga ko'chganlik bir tarixiy bir izlarimiz var. Bo'lib bizningki Uyg'urlarningki O'rta Osiyoga, ya'ni jumladan keyingi mezgillardagi Sovet ittifoqiga turkumlab ko'chgan yoki turli shakllarda ko'chirilganlik bir tariximiz var. Hamda mening bugungi so'zlamoqchi bo'lganim hamda bo'lib shu 1949-yilda Xitoy bizning Sharq Turkistonni besib olgandan keyin Uyg'urlarningki turli shaklda chet ellarga chiqib ketib, bu chet ellarda shu turk qag'inlikdan iborat shunday bir tarixiy ahvolni men ko'z tutaman. Hamda hammamizdan xabarda bo'lgandek, bizningki chet elga chiqqan, chet elga ko'chgan shu Uyg'urlarning ichida bir qadar ko'proq o'rnashgan davlatlar, masalan O'rta Osiyo, Turkiya, ondan keyin Yevropadagi turli davlatlar hem Avustraliya qatorliq bir necha davlat va rayon va qit'alarga ko'p markazlashib o'tirishgan. Hamda Uyg'urlarningki bu o'zi chiqqan bu davlatlarda o'zlariningki hamda hayotini bir davom etkazishdan iborat insondagi bundan bir tubki bir asosli bir hayot qilishdan iborat bir istakning natijasida bular o'zlari yashayotgan shu davlatlarda kuchning yetishicha o'ziningki keyingi avlodlar uchun bir yangi bir zaminni, o'zlari uchun bir yangi bir zaminni hozirlash uchun intayin ko'p badal to'ladi. Hamda xabarimiz bo'lgandek, bu diasporaning o'zi hamda bir xil o'zining judidan majburiy shaklda ayrilib qilish bo'lganligi uchun buningki oldi bilan shu kollektivningki psixikasini qo'zg'aydigan eng chong bir alaylik zarbisi shu kollektivningki kollektiv nisbatan diasporaning o'zi bir xil vatansizlik bilan barobar bo'ldi yoki diasporaning o'zi vatansizlik deyishga bo'ladi. O'zining vatandan ayrilgandan keyin endi diasporada yashayotgan shu xalqlarningki turli kollektivlarning ichida orasida o'zining vatanini seg'inish ham o'ziningki kulturiga seg'inish, o'ziningki tarixini yod etish ham o'ziningki butkul qapqagan o'tmishdagi butkul en qadrlik aslimalar ya kollektiv aslimalarning hammani saqlab qilishdan iborat mana bunday bir intayin bir jiddiy bir krizga duch keladi. Hamda diasporadagilarningki bir bunda bir intayin bir tragediyak shaklda yashaydi bular. Ya'ni bular o'tmish bilan hozirning o'ttirisida tengirqab yashaydi. Bularmi diaspora bo'lgan birinchi avlod shu kollektiv mana shunday intayin chidiqsiz darajadagi bir to'qinishga to'lgan shunday bir holat yashaydi. Ya'ni ularningki butkul kollektiv mavjudligi ularningki kollektiv aslimasiga bog'langan yoki ularningki o'tmishiga bog'langan. Bu o'tmish ularningki vatani, ularning ashu aziz tuproqi, ularning ashu aziz xalqi, ularning ashu aziz kulturi, ularning ashu aziz tili, ularning ashu aziz urf-odati, ularning ashu aziz dini bo'ladi. Lekin bular buningga qaytanmaydi. Endi bular bag'ay yoki yangi bir dunyo yoki yangi bir davlat yoki rayon bular uchun intayin notanish. Bular bu diasporadagi bu xalqlar o'zi yashayotgan bir davlatni tushunish ham uningki almat-talimini elish uchun nurg'un jafo mushaqqatlarni chekadi. Shunday bo'lgan vaqtida men abay degandek bular kollektiv aslimasi bilan yoki o'tmishga qaytanmaydi yoki hozirning o'zidagi hayot qilish uchun tirkishga iborat bir insonning eng tubki bir ehtiyoj sifatida hozir yashayotgan shu davlatiga %100 yoki butunlay degidek
o'zishib ketolmaydi. Shuning bilan bular yoki o'tmishga tava bo'lmaydigan, yoki hozirni o'zi bilan bog'lab ketolmaydigan mushundaq bir nihoyatda bir murakkab bir to'qinish olib keladi. Mana mushundaq ahvol ostida diasporadagilarningki o'tmishi ham ularni har vaqt ularni yo'qlab turdi. Hozir ularni har vaqt xirs bilan o'rab turdi. Ularning kelgisi shunga natijada intayin bir xil qarang'ulik holatida ko'rildi. Mana mushuning o'zida nurg'unlagan diasporadagi xalqlarning jumladan Uyg'urlarning jo degan vaqtida o'ziningki o'tmishini hozirning o'zida qaytadan namoyon qilish, ya'ni bundaq deganimiz o'zining tilini qaytadan yoki o'zining tilini saqlab qilish, o'zining urf-odatlarini har qatam o'zining turmushi bilan qayta namoyon qilish, o'zining diniy e'tiqodini saqlab qilish, o'zining burungi butkul hayotlik shaklini yangi bir muhitda yot, hattoki yo'chib, hattoki bularga bilinmagan, eng muhimi bular uchun bir xirs bo'lgan, dushmanlik to'lgan bo'lishi mumkin. Mushunda bir muhitda bular intayin qiynaladi. Ya'ni bular o'tmishni hozirda tirildirish uchun intayin ko'p kuch sarf qildi. Uyg'urlarning diasporasiga qarasak, bizning ko'rganimiz mana shunday bir intayin bir tragediyak to'qinish to'lgan bu holatning o'zini ko'ramiz. Ya'ni biz chet eldagi birinchi avlod, ya'ni ko'p qismlarimiz masalan hozir desak birinchi avlod bu diasporaga kiramiz hozir Uyg'urlarningki, mush diasporadagilarningki ko'p qismidan beshib keldigani vatansizlik, ya'ni vatandan fiziklik jihatdan ayrilib qilish. Lekin vatan bilan bo'lgan ruhiy jihatdagi bog'lanishimizni saqlab qolish bo'lgan har vaqt itdan qattiq bir urinishdan iborat mana shunday murakkab bir xil psixik holat yashaymiz. Hamda bu dunyoda nurg'unlagan diasporalar haqida nurg'unlagan tadqiqotlar olib berilgan. Buning ichidagi bir qadar ko'z ko'rinarli tadqiqotlarning birisi hamda shu diasporaningki odatdagi avlodni 3 ga bo'ladi ekan. Bular buningda birinchi avlod chet elga chiqqan vaqtida diaspora kommunikasiya yashagan vaqtida bular intayin qiynaladi deydi. Ya'ni bu qiynalgan vaqtida abayman degandek o'zininki o'tmishini yoki o'zininki kimligini qurib chiqqan ash o'tmishini hozirning o'zi davomlash jihatda ular intayin zo'r badal to'laydigan kuch sarf qilishga majbur bo'ladi deydi. Ikkinchisi yangi bir davlatda ularning yangi bir davlatning tilini o'rganish, uningki iqtisodiy turmushga qatnashish, siyosiy huquqqa ega bo'lish, ham ularda o'zining kulturiga nisbatan bir o'rin hozirlash, ularningki bir e'tirof qilishga erishish uchun intayin zo'r jafo mushaqqatdan chekadi. Shuningda nurg'unlagan sabablar tufaylidan bu birinchi avlod diasporaningki tortadigan jafosi eng ko'p bo'ldi, ham bularningki badali eng og'ir bo'ldi. Hamda bu birinchi avloddan keyingi ikkinchi avlodlar bularning ahvoli ham bir qadar yaxshi bo'ldi. Bundaq deganda bular shu davlatningki tili bilan tarbiyalanib chiqadi, ularning ma'rifidan agar shu davlatni demokratik bir davlat deb qaralgan vaqtida iqtisodiy turmushga qatnashadi, ham ularningki turli siyosiy va ijtimoiy tashkilotlarga qatnash salohiyatiga ega bo'ladi. Buning ham oldingi bir sharti yoki buningki bir qadar yaxshiroq bo'lgan ahvol ostida, ya'ni shu ikkinchi avlod shu davlatning fuqarosi bo'lishdan iborat oldingi shart qiladi. Hamda uchinchi avlodga kelgan vaqtida mushu diaspora jamoatchiligi shu o'zi turayotgan davlatda endi butunlay bir butirab tura oladi. Ya'ni u yerda uning tilini butunlay egallagan bo'ladi, iqtisodiy jihatda bosh ko'tarib yoki o'ziga nisbatan bir iqtisodiy bir asos yaratgan bo'ladi, siyosiy jihatda qatnashish ham ulardan chiqqan siyosiy jihatda kuch ko'rsatilgan bir kishilar va buning muassasalar va institutlar quriladi. Andan keyin bular ichidan mashhur shaxslar chiqadi. Bular o'zlarining kulturini shu yangi bir davlatda intayin bir kuchli shaklda his qildira oladi, ularni qabul qildira oladi. Ammo bu yerda yana bir intayin bir diqqat qilishga arziydigan bir xirsim bor bu yerda. Ya'ni birinchi avlod o'zining madaniyatiga eng yaqin bo'ladi. Ikkinchi avlod ko'p hollarda o'zining madaniyatini bevosita his qilolmaganligi uchun ularning hammasi o'zining ota-onalarining yo'li orqali o'zining madaniyati bilan vositalik shaklda uchrashadi. Bunda ahvollasida ular hamda o'zining madaniyatiga nisbatan intayin bir tuyg'un, intayin bir cho'nqur bir munosabatda bo'lolmaydi. Lekin bular amalning baricha, bularning ba'zilar amalning baricha agar mumkin bo'lsa o'zining shu ota-bobolarining yoki o'zining ota-onasining shu kelgan davlatiga yoki kelgan ziminiga qaytish orqali o'zininki shu kulturga, shu tilga, shu xalqqa bo'lgan o'zininki hissiyotini yetishtirishi mumkin. Ammo
ko'p qism hollarda buningki muvaffaqiyatli bo'lish nisbati intayin tuvan turdi. Bu tadqiqot ilib berilgan vaqtda masalan Amerikaga ko'chgan İtalyanlar, Amerikaga ko'chgan Greklar, Amerikaga ko'chgan armanlar qatorliq nurg'un millatlarning asos qilib ilib berilgan tadqiqot ko'rsatilishicha ikkinchi avlodningki o'zininki identitetiga bo'lgan qizg'inlikqa ham o'zining madan qo'g'dab qilishga bo'lgan intayin bir mas'uliyat tuyg'usi o'ziniki ota-onalar yoki birinchi avlodnikiga qaraganda bir qadar sustroq bo'ladi. Endi buning asosiy sabablaridan birisi ikkinchi avlod intayin muhim bo'lgan bir mezgilni boshdan kechirdi. Ya'ni bu mezgil buni Uyg'urcha tarjima qilsak, bo'yliqqa qo'sh kulturlashish mezgilni boshdan kechirdi. Ya'ni bunda shirkatga vaqtida o'zining oilasida qabul qilgan o'zining kultur bir bilimlari ham kultur jihatda tarbiyalangan bir tarbiyalanishlar bor. Shunlar bir vaqtda o'zi yashayotgan shu davlatning o'ziga xos bo'lgan bir kulturi bor. Ular o'zining kulturini vosita qildi ota-onasi qabul qilgan bo'ladi. Shunlar bir vaqtda o'zi yashayotgan davlatning kulturini shu davlatning ma'rif orqali qabul qilgan bo'ladi. Bunda bo'lgan vaqtda bulida borgan sari o'zining ikki xil kulturning o'rtasida yashash jarayonida uningda ikki xil kultur o'rtasida murassa qilish yoki birsini tanlash yoki uning ustida to'xtovsiz bir xillikqa suhbat ilib berishdek bunday bir xil psixik jarayon ko'rildi. Üçüncü avlod bo'lgan vaqtda bu üçüncü avlod diaspora kishilarininki o'zining madaniyati bilan bo'lgan uchrashishi qo'sh qatlamli vositalik shaklda bo'ladi. Ya'ni ular ota-onasiniki cho'ng dadalarininki vasitaliq ham ota-onasining vasitaliq o'zininki kulturi bilan uchrash yapardi. Uning ustiga ularninki o'zi yashayotgan davlatning kulturini qabul qilishi o'zlarininki oldingi bir avlodga qaraganda texnikum tez, texnikum uzoq muddatlik ham texnikum cho'nqur bo'ldi. Bunda bo'lgan vaqtda 3-avlodliklarninki ko'riladigan asosiy psixik holatlar o'zininki tilini unutish, kulturga nisbatan qiziqmaslik, ham o'zining diniy e'tiqodiga nisbatan bak qisqin bo'lib ketmaslik, hamda hammasi undaq emas, bir qismlari demoqchi bo'man. Ham o'zininki tarixiy va boshqa urf-odat qatorliq nisbatan bakmi bir uni qo'dashimizdan bakmi cho'ng bir mas'uliyat ustiga ilishni xohlamaslikdek bir alomatlar ko'rinishga boshlaydi. Xo'sh, hamda gapim kelsam, Uyg'urlar hozir chet ellik diasporaniki birinchi avlodni boshdan kechiryapmiz deyapmiz. Bular bu g'arb davlatlarida texnikum taraytib aytsam, shu Shimoliy Amerika qit'asidagi, Yevropadagi, Turkiyadagi ham shu Yevroasiya qit'asidagi shu Uyg'urlar hozir birinchi avlod diasporani boshdan kechiryapmiz. O'rta Osiyodagi birinchi avlod bo'lmaydi. Bu bir necha avlod bo'ldi. Endi bizning oldimizga keladiganimi, bizning ham kelayotganimi eng muhim hozir birinchi avlodningki qanday qilgan vaqtimizda o'zimizningki shu butkul madaniyat qadriyatlarimizni o'zimizningki ikkinchi avlodlarga o'tkazib berish ham ularda o'zlariningki bir shu o'zining madaniyatiga sahib chiqadigan ham uni qo'g'daydigan ham o'ziningki bir uyg'urligini shu o'zi yashayotgan shu davlatda davomlashtiradigan mushtaq bir holatni barliq keltirish ibaret müştah bir ciddi vazife aldığımızda turdu. Hem de bu ciddi vazife baş götürüp baş tartıp olmaydıgan, biz sel karşı olmaydıgan intihar bir ciddi bir vazife. Çünkü bu biz emas, bizden başka nurgulgan milletler, bizge okşaşlar, bana müşünde intihayın kıyın bir tallaştık duç gelgen. Hem de bizdenki tekidin başka milletlerle okşamaydıgan bir yerimiz, alaylıklarımızdan birisi, bizdenki birinci evlatınki köp kısımlarımız vatanga qaytanmaymiz. Chunki biz vatandan chet elga erkinlik uchun hijrat qilib, vatanimizning kelgusida uchun izlanish, ham uning uchun vatanimizning ozodlik uchun bir yo'l tepish uchun chiqqanmiz. Bizning hozirning o'zida Xitoyning o'zi hukmronlik qilayotgan mushna bashoratni vatanga berib, ham o'zimizningki bola chaqalarimizni vatanga olib borib, u yerda o'zimizning madaniyati bilan bevosita uchrashishni iborat bunday bir mumkinchiligimiz ko'p qismimizningki intayin oz bo'ladi. Bizningki asosiy tayinligimiz, bizning asosiy tayinligini yana takrorlay, bizning chet elga chiqqan diaspora shu jamoatlarning ichidagi o'zimizningki ichki energiyaga foydalanish, anandan keyin oilaningki muqaddasligidan iborat mana shunday bir ruhiy boyligimizdan foydalanish orqali o'zimizningki farzandlarimizni tarbiyalashimiz kerak. Hamda chet eldagi diasporaningki ikkinchi nimasi ko'p hollarda bu
mesela Uygurlardan köprek görüldü. İnten bir çoğun bir teşviş işi yaşayımız hem de. Bu teşvişin kep çıkışının sebebi asaslıkın kelgüsünün nispeten bize inten bir korkunuş var. Çünkü her vakit hem de köp kısmımız özümüzdeki bir yeni bir medeniyetten alakalı jaryanında özümüzdeki medeniyetler, köplüge medeniyetler otururken bunun bir inten mürekkep bir xil bir münasebet, dinamiklik bir münasebetin içinde özümüzün medeniyetini ularga his qildirish hem ularning madaniy his qilish jarayonida intan murakkab bir tanlashga kelamiz biz. Bunun nisbatan elbette vaqtida Uyg'urlarningki ko'p hollarda boshqa millatlar bilan intayin bir yaqin bir munosabat o'zininki madaniyatini ularga ta'sir qildirish ham ularning madaniyatlaridanmi bir huzurli shakli ularning madaniyatidan bir xil e'tirof qilishdek bir jarayonda nurg'ulg'an qiyinchiliklarga duch kelamiz. Chunki biz o'zimizning madaniyatini yo'qotishdan intayin ansiraymiz. Onun üstüge chet bir medeniyetini qabul qilishda bir intan nazar eylaymiz. Biz amalning baricha o'zimizning madaniyatninki bir xil safligini qo'llashni intayin bir muhim bir ish sifatida tutamiz. Lekin buningki nimasi intayin buningki bu ahvol nihoyat cho'ng bir xirislarga to'lgan. Ya'ni bunday sifatga vaqtida bizning madaniyatimizni boshlab tushundirish uncha oson emas. Chunki boshqalar bizning madaniyatimizni tushunish uchun buning xili nurg'ulg'an jarayonlar ketadi. Endi bizningki İkincisi bizimki bu nokulalda bizimki madaniyatimizni tushundirish masalasi emas. Yana birisi bizimki intayin murakkab bo'lgan bir siyosiy bir keçmişlerimiz var. Bu siyosiy keçmişlerimizni boshqalarga tushuntirish ham bularla o'rtoqlashish uchun bu nurg'ulg'an jarayonlar ketadi. Shunday ahvol asla ana bizimki xalqimizda bo'lib chet el yashayotgan diaspora jamoatchiligimiz işte intayin bir cho'nqur bir kultur teşviş var bizde. Yani biz kultur jihatda o'zimizni boshqalarga tushuntirolmayotgandek yoki boshqalarnikini tushunmayotgandek mushunda intayin bir murakkab bir psixik holat yashaymiz endi. Bu bizningki chet eldagi diaspora jamoatchiligimizningki yo'l qo'yayotgan ikkinchi masalasi. Hamda diasporaninki jamoatchiligininki ko'p hollarda uchraydigan uchinchi masalasi hamda tanholik. Bu tenhalık deganimda hamda nurg'ulg'an diasporaninki jamoatlar hamda bu tenhalık odatda bizningki bir millat bo'lish sifatimiz bilan o'zimizningki madaniyatni chet elda saqlab qilishdan iborat mana bu shunday bir muqaddas bir burishga yepishqanligimizni ham yepishqanligini bildirir. Ya'ni biz o'zimizning madaniyatda qancha yepishqan siri, uni qo'g'dash qancha tirishqan siri biz şunun bilan bir vaqt shu narsani bayqaymizki, biz ma'lum jihat elbetqa vaqtida yolg'iz qolgan bo'lamiz. Chunki biz o'zimizning madaniyatlarni bo'lib, yoki o'zimizning madaniyatni bir-birimiz bilan his qilish, ham o'zimizning madaniyatni o'zimizningki keyingi avlodlarga his qildirishdan halakchilik bilan bo'lib, biz boshqalar bilan bo'lgan yoki boshqa millatlar bilan, boshqa kulturlar bilan yoki boshqa irqlar bilan bo'lgan munosabat masalasida biz ko'p hollarda bu munosabat mesela intan muhimlik misal qarab qolamiz. Shuningdek biz ma'lum jihat elbetqa vaqtida o'zimizning dardini o'zra bir-birimiz bilan his qilishadigan, o'zimizning hikoyasidan o'zlarimiz huzur oladigan, o'zimizning vatansizlik sig'inchimizni bir-birimiz orqali bosadigan mana shunday ichki yuzlangan bir xil pislik holatga qolamiz. Unda bo'lgan davomlashavergan vaqtda biz bir xil o'zimiz bilib bilmay bir xil kollektiv kultur qo'rqinch shakllantirib kollektiv bir xil tanholikqa patimiz. Bu shu endi 3 masala bo'ldi. Mening avval so'zlaganimdek keng doirada elbetqa vaqtida shu chet eldagi Uyg'ur diasporasiningki hozirgi yo'l qo'yayotgan pislik masalalarida birisi intayin bir tragediyalik bir to'qinishga to'lgan holat, ya'ni o'tmishdan kelgisi ninki to'qinishi ham buning sababidan kelgusininki ichilmasligi yoki o'tmishdan hozirning to'qinish sababidan kelgusininki nisbatan bizda bir xil uchiq bo'lgan bir xil yuzlanishninki kam bo'lishi. Lekin ikkinchisi diasporaninki shu diaspora kollektivida qo'zg'aydigan yana bir pislik ta'siri tashvish hamda o'zimizning kulturni yo'qotib qo'yishdan ansirash ham boshqalarning kulturini qabul qilishdan ansirash. Bu ikkinchisi. Uchinchisi diasporaninki shu diaspora kollektivida qo'zg'aydigan yana bir pislik ta'siri kollektiv tanholik hamda. Bu tanholik hamda shu diasporadagilarninki o'zininki aslidagi kulturni qo'g'dashdan iborat bu zurriyatga o'zini bag'ishlashdanki natijasi yoki hosilati sifatida o'tirg'i chiqqan bo'ladi.
Köp rahmet Memtun efendim. Nayeti etraflık hakikaten mühim bir temada en etraflı şekilde bir cevap verdiniz. Radyomuz hazır Türkiye'den ve Kanada'dan koşuluşunu kalıgan bir neçe kişimiz var. Bulanımı birlikte koşkaç aralıkta bir 3-4 minut bir avazlık eserinin birini koygaç kağalarını birlikte bağlasak. Tönde şiirler anlayışlar. Oldu bilen anlaydığınızla fidayı tayarlagan Saqaymaz ağırıkken vatan ağırıqe namıq şiirdir. Özgüçi histimen özgü yurtlarda. Cenimg'i can qo'shmas haqning yayliqi. Samandak sarg'iyish dildi butlarda qut bermas hech kimga minnat boyliqi. Hasadlar chekiman optoq jutlarda. Saqaymas og'riqkan vatan og'riqi. Miskinman, g'eribman, qadimim qashon, ko'k sutman, suvsimon yutgan qaymiqi. Cennette berilyen bağlarım başa. Öküngen ademmen kişti barmıqı. Demegin, yer şorap mengöge yaşan, saqaymaz ağırıqken, vatan ağırıqı. Qatardı yoktur men ademle ara. Beçarı sayak men yoldu bayıqı. Könglim ak, Velikin təlim qara adamman yo'qolgan söygü amraqi. Közüdü yaş, közde qon, yürekdi yara. Saqaymaz ağırıqken vatan ağırıqi. G'urursiz netarman küşər başqa kun, tağ erur gelkemde təşviş salmaqi. İçimde tuncuqdi hənva ses ün. Təs Tenning menzilide qadam almaqı. Kündüzler közümgü patqan qara tün, saqaymaz ağırıqken vatan ağırıqı. Muqaddas nava bo'p singan tuproqqa. Tallaning keçmişi mo'lcham tarixi. Qarayman yiroqqa, azim to'g'roqqa, yo'lladi yoshlikning oltin varig'i. Muhabbet şarabı yurtta, soğurakta. Saqaymaz ağırıqken vatan ağırıqı. Uyman dön boyludım, kezdim men modam, adem men her yerge tekken ayırı. Beşimdin ketmeydi alemli her an. G'ariblik dashtinin g'o'ldi tayig'i. Qaqshal men, shiximdin to'kilgan g'azon. Saqaymaz ağırıqken vatan ağırıqı. Hayatını ökünüş desem del bulur. Yok onun anı ten galip yarığı. Barça his, bu hiski karam el bulur. Közlerim keynimde akar qarığı. Qayg'udun köksümge haman sel tulur. Saqaymaz ağırıqken vatan ağırıqı. Esimden çıkmaydı can mahalleler, qanimda jo'sh urar o'lka ayniqi. Yangraydı tutardın tonuş pərdiler. Aqlimni sınaydı yollar ayrığı. Hüsnünü tekrarlar, güldü bergiler, tığımğı tığ bağlar, tığım qayrığı. Çıqqan hoş tinimge emdi kirdiler. Saqaymaz ağırıqken vatan ağırıqı. Men endi özgüge bolmayman hayron, yo'q erur yigitning shartdan tayniqi. Uvanga hurmasang bolmaysan vayron. Soyida so'ngida sayning saymiqi. Ezdesang o'zingda go'zallik davron, saqaymaz og'riqkan vatan og'riqi. Söygüsüz uzluqlar chiqsin uzunga. İşbarsiz güllərning tastur yanlığı. Buralqı kimsiler kirmez puzunla, tamaklı yırtıdı hicran.
Tohtat ilahim vücut dünyani hasret alemde başlarım kaydı. Adalet izlep cahanni kezdim, buldum musafir, putlarım taldi. Nadamet nime, hoşallık nime, Mana emmisi okşaş bop kaldı. Çeksiz yollarda menzilim xire, tohtat dünyanı putlarım taldi. Göz yaşlar aktı, hor dipti. Bu bitmez elemni kim bizge saldı? Göz yaşlar aktı, hor dipti. Bu bitmez elemni kim bizge saldı? Kıska ömürde memnu bir küley, nakşamlı kimler sazını çaldı. Tohtat ilahi vücut dünyanı hasret elemde beşimbek kaydı, beşimbek kaydı. Assalamu alaykum hörmetli radio anlıqçılar. Bugün texniklik sebep tüpeylidin hammalarning opça aldı bir-birisini anlap bir sualga birlikte cevap beriş fursatını yaratamadık. Aldıda Memtimin Ela efendimden sorgan Uygur diasporasındaki psixik meselelerge qanday qaraysiz degan bir sualni so'ragandim. Hozir Amerikadan Uygur ziyolisi Alim Sitov efendim mikrofonda biz bilan birga. Assalomu alaykum Alim efendim, qanday ahvolingiz, yaxshimisiz? Yaxshi, qanday? Va alaykum assalom. Abdurahman efendi, özünüz obdan tutunuz. Rahmet. Alim efendim, biz bugünkü temamizden birisi Uygur diasporasındaki psixik meselelerge qanday qaraysiz degan savolni o'tirib qo'ygan. Buningga Memtimin Ela efendim biraz o'zining tahlilini o'tirib qo'yib o'tdi. Sizmi bu savolga o'zingizning shu
yürüyünüzdeki sözler bilen nimalarni o'ylaysiz, qanday qaraysiz şu Uyg'ur diasporasidagi psixik masalalarga? Uyg'urlarning psixikasi hamda shu mustam yaşananlar uchun mayli vatan ichida bo'lsin va yoki vatan sirtida bo'lsin nihoyatda murakkab bo'ladi. Hamda bu o'zimizning taqdirini, mayli o'zimizning siyosiy taqdiri emas, o'zimizning psixologiyalik ahvolimizni bir millat sifatida yoki bir inson sifatida o'zimiz belgilayolmaganligimiz uchun bu bizning psixikamizni asosan Xitoyning shu ziyonkashlik qilishi, bizni har xil psixologiya jihatda vahima ostida ilishi, bizning kichigimizdan tortib tug'ilgandan tortib cho'ng bo'lguncha bizni shu qo'rqitib cho'ng qilishning hammasi bizdan bir inson bo'lish sifatimizdan bizning psixikamizga berib bevosita taqishdir. Shuningga biz vatandan bu psixikalarimiz allabirun buzilib, vatan chiqishdan, vatan Amerika bo'lsin, Yevropa bo'lsin, chet elga chiqishdan burunlar bizning psixikalarimiz asosan yetilib bo'lib chiqqan bo'lamiz. Ya'ni nurg'unlar masalan chet elga chiqibmi, masalan Xitoy hukumatining shunchalik cho'chiydi. Hatto nurg'unlar hech qanday Uyg'urlar bilan aralashmaydigan, Uyg'ur davosiga yaqin kelmaydigan, hatto Uyg'urning bayrog'ini ko'rsa ish qo'g'laganda qochadigan Uyg'urlarmi, hatto o'zining uyiga qaytib kirsin bexatar his qilmaydigan, xuddi Xitoyning amchanchining saqchisi uyida saqlab o'tirib, buni so'roq tortilgandek shu darajada cho'chiydigan Uyg'urlarimiz bor. Buningdan sirt endi bu bizning bir men tanıydigan bir Uyg'ur degan gibi bor. Har bir Uyg'urning qalbida birdan Xitoy saqchisi bor. Bu deganlik bir hisobda to'g'ri, chunki nurg'un Uyg'urlar shu xuddi Xitoy saqchisi qalbiga mangu o'rnatilgandek, atdigina tusma Xitoy saqchidan savol so'rab, "Mani qilsam bo'lamdi, oyoq chiqsam bo'lamdi" deb. Masalan, bir namoyish bo'lsa, bu namoyish chiqsam bo'lamdi deb o saqchi akisidan so'rab, o saqchi akisi "Bishing" desa, lekin qo'rqib jim o'tirib chiqmay. O'zing chiqsa bo'lsinmi? Bir vatan millat to'g'risida bir yig'in bo'lsinmi? Yana o'xshashlam shaklda. Shuningga shunchalik Xitoyning vahimasi Uyg'urlarning, nurg'un Uyg'urlarning yuragini mavjud etgan, yuragini qutulib qolgan, hamda shu vahimadan qutulmay, hamda Uyg'urlar hamda Xitoyga jasoratli bilan qarshi tura olishi, Xitoydan qo'rqmasligini nihoyatda tez. Hamda bu psixika chet elga chiqqandan keyin hamda bizning da'voga bo'lgan ta'sir bak zo'r bo'ladi. Da'voda ko'ryapmiz hozir Xitoy hukumatiga mardonlik bilan qarshi turib chapani sab chiqib, vatan millat deyotgan Uyg'urlarimizning soni bag'an sari ko'paymoqda. Shunda bo'lsa soni yana keng xalq ommamizning soni qaraganda yana nihoyat oz bu. Shuna bu bir millatni cho'qim qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Lekin bu Uyg'urlarniki hamda bizmi chet elda ko'rib, nurg'un Uyg'urlar masalan bir saqchining bir mashinasi qishidan o'tib ketsa yoki saqchining mashinasi qishida to'xtasa, bak cho'chib ketadi. Xuddi bu Uyg'ur qarindishimizning tutilgandek. Endi bu psixikami shu saqchidan bo'lib Xitoy saqchisining vahimasidan, zarbasi sababidan bo'lgan bir psixikalar chet ellarga. Lekin bu biz kichik vaqtimizda masalan men bilaman deb vatanimizga namoyish qilib Urumchida bir faoliyatlar bo'lsa, bizning cho'nglar masalanda ma'lumlarimiz hammasi deydi chiqmanglar, bormanglar, etmanglar, siz bilmaysizlar bu Xitoyning razilligini, aytmaysizlar, anda qildi, manda qildi deb. Masalan hatto shu Uyg'urlarimizmi bizga hamda qalbimizga bir ma'lum darajada bir vahima solardi hamda. Endi bizni o'ylab bir ish chiqmasin deb qiladi, shunda bo'lsa-mu, shularni bizning bugungi shunday bir psixikimizning buzilishiga sababchi bo'lgan. Endi buningdan siz endi bir mustamlikachi bo'lib Xitoydek bir razil bir ishqlos hokimiyat, bir mustamlikachi hokimiyat bizda Uyg'urdek bir millatni, endi bezbag'an bir millatning psixikasini qattiq buzdi. Bo'libmi Xitoy hukumati uchun Uyg'urlar ittifoqlashsa, Uyg'urlar birlashsa, Uyg'urlar bir-birini qo'llasa, Uyg'urlar bilimni hech kunduz to'xtamasdan o'rgansa, o'xshash bo'lmagan dunyodagi chet el tillarini o'rgansa, aniki Uyg'urlar va saviya jihatda madaniy, ma'rif va turmush saviya jihatda ko'tarilsa, albatta bu Xitoy uchun zo'r bir tahdid bo'ldi hamda Xitoyning Sharq Turkistondagi mustamlikasini parchalab tashlay oladi. Xitoy hukumati buni bilganligi uchun
49-yılı yoki uningdan burundan tortib Uyg'urlarni shu qo'y so'ygandek so'yib, qo'yning go'shtini parchalagandek parchalab Uyg'urlarni yurtvozlikni kuchaytirdi. Bir qilsab qo'yib, bu ziyolini bu ziyoli qilsab qo'yib, u yurtlik Uyg'urni bu yurtlik Uyg'ur qilsab qo'yib, bir-birini yaratmaydigan, bir-birini qarshi turadigan shu Xitoyning o'zining tarixiy an'anasiga bir-birini shunday joylab kelgan qat bu. O'ziga ojiz qat bo'lgan bilan shu yili mikr bilan ham o'zini so'ragan, hozir bizni shuning bilan so'rayapti. Shuning bilan o'sha Xitoyning ashunda razil be illatlari, odatlarini bir-birini chaqirgan, bir-birini ko'ramaydigan, bir-birining keyini g'aybat qilgan, bir-birining beshini dastlab ustiga chiqirgan, Xitoy tashlab kelgan bismay uchun ota-onasini, urug' tuqqunini, ona vatanini hammasini sotilgan shunday bir darajaga akab qo'ydi. Hozirgi kunda shuni ko'ryapmiz masalanda. Şu Uyg'urlarning mustamlika psixikasi vatanning ishidan ko'ryapmiz, vatanning sirtidan ko'ryapmiz. Vatanning ishida bo'lsa Uyg'ur munofiqlar qilch xijil bo'lmasdan hamma narsani setyapti Xitoyga qanchalik so'z shunchalik manfaat olamiz deyapti. Bu munofiqlarning chet elga o'tib tuqqanlari yoki chet elning uzun yillar Xitoyga setilgan, Xitoy hukumati o'z chet elga avatgan shu davoni buzgan, shu da'vogarlarning inoati obro'yini to'kkan, da'vogarlar to'g'risi qalaymiqan jumlalarni yozib taqatgan, qalaymiqan bir guruhlarni qurgan, bir tashkilotlarni shakllantirgan, madaniyat degan, ilm-fan degan, yana bijima degan, yoki siyosat degan, yoki mustaqillik degan ma'no qilib o'zini ko'rsatgan deganga o'xshash vositalar bilan o'ziga sodiq Uyg'ur munofiqlarning chet elga chiqarish qilib chet eldagi vahima ichida yashayotgan Uyg'urlarimizni qo'rqitdi. Andan keyin bu Uyg'urlarning davosini umumyuzlik cho'ktirish, ham buzish, shuni maqsad qilib qo'ydi. Shunga endi bilamizki, endi bu Uyg'urlarimizning endi psixikasi shunga har xil. Endi bu millatning psixikasini, bir millatning endi dunyo qarashi bu narsalarni endi bir davlat shakllanmaguncha uzun yil u xalqni bir uyg'otib, to'g'ri nimadan xato, nimadan oldiga qarab qanday qilib oldiga qarab bo'lganligi bu narsa bir shu amalsizlikdan shu xalqning og'ziga qarab xalqning qilgan zarbasi qarab psixikasi shunday shakllanadi. Ama yaxshi yeri endi shu bizning g'arbga chiqqan Uyg'urlarimiz bo'lsin va yoki boshqa davlatlarga chiqqan Uyg'urlarimiz bo'lsin, o'zining aqbatli Sharqiy Turkistonda ega bo'lmagan erkinliklarga ega bo'lib, shu imkoniyatlardan foydalanib, o'zligidan tirishib, maktab o'qisin, xizmat qilsin, bu yangi bir erkin bir muhitda, masalan, o'zining shu psixikasini saqlab keladigan yangi bir narsalarni, masalan, mayli g'arb bo'lsin, mayli qolgan Turkiya bo'lsin, O'rta Osiyo bo'lsin, qolgan qaysi davlat bo'lsin, shu davlatdagi hokimdor millatning ilg'or taraflarini o'rgangan, chet eldagi ilg'or bir bilimlarni o'ziga singdirgan, asta-asta qilish orqali yana nurg'un Uyg'urlarimiz o'zini tepib oldi, o'zining psixikasini yaxshilamoqda. Gerçi Xitoyning munofiqlari yana bu Uyg'urlarimizning psixikasini buzishga, ularni chet elda turib qo'rqitishga tirishayotgan bo'lsa, yana bu ahvol asta-asta yaxshilashga qarab boradi. Shunga Xudoyim buyursa, bizning Uyg'urlarning psixikasi shu Xitoy hukumatining vahimasidan voz kechilsa, Xitoy hukumatidan qo'rqmasa, bizmi bir tarixda bir imperiya qurib, davlat qurgan bir buyuk millatkanmiz bu. Biz hatto Xitoydami vaqt kelsa ilg'or bir xalq ekanmiz bu. Bizmi boshqa millatlar, mayli Amerikalik bo'lsin, ingliz bo'lsin, yapon bo'lsin, dunyodagi taraqqiy qilgan millatlar qilgan ishni bizmi qila olamizkan bu degandek bir ishonchiga, bir jasoratga kelganda bir millatning sesi shu chog'da tuzildi. Xudoyim buyursa u kunlarga mos qoldi.
Rahmet Alim efendim, bizning hozirgi Memtimin Ela efendim hazır aslında bizle birlikteydi ama bir-birisinin avazını opçıga anlatış texniklik sebepten bulmay kaldı. İkinci sualimiz şu Uygurlar duch kelayotgan eng chong xirislar qaysi degan savol edi. Buni agar mumkin bo'lsa Uyghur Radio Check.com'dan Memtin efendimning bu bergan javoblarini anglag'ach bo'lsangiz, onundan keyin Memtin efendimdan keyin sizga men qayta ovozni ulasam, bugunlik hammalardan apo so'rayman. Tordagi bir xatolik tufayli bo'lib qoldi. Bo'ldi chaday. Ma'qulunda sal turib bog'layman sizga. Men Memtin efendimden bir bu sualını qaytib bir sorayman. Assalomu alaykum Memtin efendim. Va alaykum assalom. Kechirsiz rahmat yaxshi. Bu bugün biraz ongsuzlik bo'lib qoldi. Naq maydondan hammalarga ovozni birlikda anglatish texnikalik bir sabab bo'ldi Skype'dan. Hammalarga birga anglab o'zaro bir tahlil qilishga fursat bo'lmay qoldi. Şu an bir eğlenceli vaktimizde başka program katlaşıcılarımız Naq Meydan'dan Torbet'ten Uyghur Radio Check.com'dan anlap duruş fırsatı oldu pekatlam. Tövende benim tayarlagan sualımdan ikinci sualımda sizden sorsam Uygurlar duch kelayotgan eng chong xirislar qaysi? Mush sualga bir tahlil qilib mulohazingizni bir anlatgan bo'lsangiz. Uyghur milletininki hozir duch kelayotgan xirislari ana tarixning har qanday bir duch kelgan xirislarga o'xshamaydi. Hozir xiris dunyoning Uyg'urlar hozir duch kelayotgan xiris dunyoning hech qanday yeridagi hech qanday bir millatning beshiga kelgan emas. Bunday deyishimning sababi Uyg'urlar hozir dunyoda intayin qudratli deb qaralayotgan bir kuchga qo'lida to'mirning suni qo'ymagan ahvol ostida qahramonlik bilan qarshilik ko'rsatdi. Bu endi dunyoning tarixida intayin oz uchraydi. Endi men Uyg'urlarning hozir duch kelayotgan xirislar to'g'risida to'xtalgan vaqtimda bu intayin bir cho'ng tema. Buning endi xiristlar intayin ko'p. Hattoki men shunday deyalaymanki, bu xiristlar cheksiz. Buni sanab tugatib bo'lmaydi. Uyg'urlarning beshi duch kelayotgan bu azap okubat, bu xorluq, bu ezilish ve bu yo'qolish girdobı ishtirilish iborat bunda bir qismat tarixda mintan az uchraydi. Hamda men bu xiristlarni bunda bir ish nuqtaga jig'ay, hamda bizningki shu bugungi programmamizningki sayfisidanki ham vaqtninki cheklimiz tufaylidir. Bunun birinchisi Uyg'urlarningki beshi kelayotgan eng cho'ng xiris hayot qilish. Hayat qilish degan vaqtimizda bu endi anglamoqqa intayin bir oddiy bir kalimadek tuyuladi. Chunki bunda deyishimizning sababi har qanday bir jonliq, ya'ni Alloh tarafidan yaratilgan har qanday bir jonliq hayotlik uchun tirishadi. Hayotlik uchun tirikishadi, hayotlikdan halqishni izlaydi. Ammo bizningki duch kelayotgan bu hayot qilishdan iborat bunda bir cho'ng bir krizis o'ziga xos alayliklarga, ya'ni bunda shilpatqa vaqtida Uyg'urlar o'zininki hayotini davom etkizish, hayotidan bir baxt saodat tepish, ham hayotini halqitib o'zininki keyingi avlodlarning hayoti uchun yangi bir bo'shliq izlashdan iborat mushta mumkinchiliklardan butunlay mahrum qoldiriladi. Yani Uyg'urlarningki hayotlik bo'shliqi intayin jiddiy tarzda taraytilyotdi. Demak, Uyg'urlarga hayotlik bilan mamatlikdan iborat mana shunday bir to'qinish oldiga har kuni degidek tashlanib turibdi. Agar biz Sharq Turkistondagi har bir Uyg'urning hayotini ko'z oldimizga keltirib baqsak, ularningki kuni hozir ertadan emas, balki bugunni qanday o'tkazish, bugundan ko'ra mush oldidagi 1 soatni yoki oldidagi mush 10 minutni yoki 1 minutni qanday o'tkazish iborat mana shunday intayin bir keskin bo'lgan bir mandashilbatqa vaqtda mavjudlik masalasi qaraytildi. Ya'ni Uyg'urlarningki butkul intayin bir tarixda intayin bir yuksalgan bir madaniyat yaratgan, intayin bir kuchli bir diniy asosiga ega, ham o'zininki bir siyosiy talpinishi intayin kuchli bo'lgan bir millatningki butkul arzu istaklari
hayatlık doğrusu kütüdüğün barlık ümitlerinin hemmesi bütkül canlıklar ortak olgan, hem bütkül canlıklardaki en mahiyetlik olgan bir hayatlık kılıştı ibaret, en tüpki bir kozguluşka, yoki mana mushunday bir istekka taraytib etildi. Yani Uyg'urlar hayat kılış için qo'ldan keladigan barliq vositalarni ishlatadi hozir. Bunun içindeki en çok birisi o'zininki haq huquqlar uchun hamda to'xtovsiz qahramonlik bilan kurash bo'ladi. Gerçi Xitoyninki armiyasi tishdan tirnoqgacha qurollangan bo'lsa-mu, buning qarshi holda Uyg'urlarning qo'lida hech qanday bir qarshilik ko'rish bir qurollar bo'lmagan ahvolida, yana Uyg'urlar hayotlik uchun yoki hayot qilish uchun butkul o'zidagi butkul ro'yi ham moddiy boyliqlarning hammasini ishga solish orqali o'zininki tavranmas bir irodasini ham hayotlikqa bo'lgan irodasini yoki hayotlikqa ataydigan hayotlikni cho'nqir suydigan hayotga bo'lgan intayin ko'tarib qo'qqisiz bir muhabbatini ifodalab kelyapti. Hayot qilishning o'zi insonlardagi eng tubki abay deganimdek eng tubki istak bo'lishidan bir vaqtda shunlar bir vaqtda butkul insonlarni kelgusiga yuzlantiradigan bir qo'zg'atqich kuch. Buning uchun Uyg'urlar gerçi bu hayotlik taraytilgan muydoq ahvolida buningdan kelib chiqadigan yoki Uyg'urlar yuzlagan yana bir narsa mamatlikda. Ya'ni hayotlik taralgan yerda mamatlikningki ko'lami kengaydi. Mushundaq ahvolida Uyg'urlar mamatlikqa parvo qilmasdan balki o'ziga berilgan yoki Alloh tarafidan berilgan mana shu hayotlik uchun, mana shu hayotlikningki g'urur uchun o'ziga butkul vositalarning hammasini ishga solib o'zining hayotiningki g'ururini namoyon qilyapti. Endi Uyg'urlarningki hayotlik istiki ham hayotlik irodasi har qanday vaqtdagidan eng zo'r darajada kuchaydi deb qarayman. Uyg'urlar hozir o'zining hayotiningki har bir minutini, garchi bu minut nisbatan hech qanday bir kafolat bo'lmasa-mu, lekin har bir minutini qanday qiyg'a vaqtida o'ziga insonga xos bo'lgan bir shaklda ifodalash ham uni o'tkazish uchun butun kuchdan tirishadi. Bu meningki Uyg'ur Maşınmış Uyg'urlarningki bir a'zosi bo'lganligimni iborat shunday bir pok nisbatan menda cheksiz bir faxrlanish tuyg'usini qo'zg'aydi. Biz hayotlik tarafidan tug'ilgan ham hayotlik tarafidan hayotlik bilan kurash qilayotgan ham hayotlikqa nisbatan intayin cho'nqir bir muhabbat bilan qarayotgan shunday bir millat. Men bu shunday bir millatningki a'zosi bo'lganligimdan intayin faxrlanaman. Gerçi bu hayat qilish biz uchun intadan xirs bo'lsa-mu, shundan bir vaqtda men shunda deymanki, hayat qilish irodamiz yana biz uchun intayin kam bo'lsa bo'lmaydigan bir fursat, ham biz uchun g'oyat zo'r bir ma'naviy kuchdir. Ham Uyg'urlar mana shu kuch orqali mamatlikningki vahimasini yengib kelyapti, ham uningdan olqiyapti. Bu bizningki kelgusi nisbatan ishonchimizni qo'zg'aydi. Endi ikkinchisi Uyg'urlarningki duch kelayotgan eng chong xirslarning birisi bu shu Uyg'urlarningki kimliginingki yadrosi bo'lgan tilining yo'qotilishi. Endi til bir millatningki ham bu millatning har bir a'zosiningki ham tashqi dunyo bilan emas, balki yana o'zaro bir-birlariga aloqa qilishdagi eng tubki bir kultur vositalarning biri. Endi til shu millatningki qalbini qurib chiqadigan, ham bu qalbini boshqalarga so'zlatadigan mana shunday bir qudratli bir quroldan iborat. Uyg'urlar o'zininki tiliga sahib chiqish uchun ham o'zininki tilida o'zininki qalbini boshqalarga bayon qilish uchun butkul o'zininki barliq tirishchiligini ko'rsatdi. Vaholanki Xitoyninki assimilyatsiya qilish siyosatininki tubki nishonlarining birisi Uyg'urlarning tilini yo'qotish. Uyg'urlarning tili yo'qolgan vaqtida Uyg'urlarninki shu dilini qurib chiqqan, mush til yo'qolgan vaqtda Uyg'urlarning dili yo'qoldi. Ya'ni mundaq aytgan vaqtda Uyg'urlarninki ma'naviyati gumron bo'ladi deb qaralyapti. Ya'ni Xitoyninki shu assimilyatsiya siyosatida tilni nishon qilishning asosiy maqsadi Uyg'urlarni ma'naviyatidan vayron qilish. Endi biz hozir ko'rib turayotganimizdek Xitoyninki qarmoqqa qo'shtilik bor bo'lgan dek o'tirib chiqqan mayat ilbatga vaqtda
yakka tillik ma'rif siyosati Uyg'urlarningki hozirgi bir avlod yoshlarningki o'z ona tilidan yatlashishni keltirib chiqyotdi. Bu intayin bir qo'rqinchli bir xirs bu. Chunki bunda bo'lgan vaqtida dal mana shu xitoylarningki kutmoqchi bo'lgan dilningki til yo'qlash orqali Uyg'urlarningki diliningki parchalash yoki dilining yo'qlanishi barliqqa kelib kelishi kelgusidan ancha jiroq bo'lmaydi. Endi yangi bir avlod agar Uyg'ur tilidan uzoqlashsa yoki Uyg'ur tilidan yatlashsa, unda bo'lgan vaqtda Uyg'urlarningki ichki qismida biz avlod bilan yangi bir avlod o'tirisida g'oyat zo'r bir hang kelib chiqadi. Uningdan sirt Uyg'urlarningki necha ming yillik butkul ma'naviy boyliqlari, bu boyliqlarning hammasi masalan yeziq til orqali yetib kelgan butkul ma'naviy boyliqlarning hammasi keyingi avlodlarimizga ham avlodlarimizning avlodlariga borgan vaqtda bu narsaning hammasiga ular yetib bormaydi. Yoki ular buni o'zligi asl til bo'yicha qabul qilishdan mahrum qoladi yoki uni qabul qilishni xohlamaydi. Yani mushundaq bir sharoitning o'zida tilning yo'qolishi bir millatningki dilining yo'qolishi eng oxirida shu millatningki millat sifatida yo'qolishningki boshlang'ichi bo'ladi. Yani dunyo tarixi nazar soladigan bo'lsak, mushu meli mustamlikachilik yoki keyingi mustamlikachilik nazariyalarida bo'lsin, hammasiningki tubki bir nishoni shu millatningki tilini yo'qotish. Tili yo'qolgan vaqtda shu millatningki a'zolar o'tirisida ro'yi jihatda intayin zo'r bir qalamqanchiq kelib chiqadi. Oldingi avloddan keyingi avlod o'tirisiga aloqa asosan uzilib qoladi. Keyingi avlod shu yana bir yangi tilni qabul qilish jarayonida shu yangi til o'zida aks ettiradigan turli kulturlikki ifodalashlarga o'zini bag'ishlaydi. Bunda bo'lgan vaqtda shu millatning a'zolari o'zining aslidagi ona til orqali o'zining qalbini ifodalash, shu orqali o'zining kulturini o'zi namoyon qilishdan iborat bunda bir mumkinchilikka din mahrum qiladi. Mushtoqni ilbatqa vaqtida tilning yo'qolishi bizningki Uyg'urlarningki kelgusida duch keladigan intayin zo'r bir xavfimizningki birsi. Bu tilning yo'qolish masalasi vatanning ichida ko'rilib qolmasdan, balki yana vatanning sirtidagi ava biz degandek Uyg'ur diasporasidagi yana bir cho'ng'ir masalalarningki birsi. Ya'ni bundaq degan ahvol aslida bizningki Uyg'ur diasporasidagilar o'ziningki bo'latma birinchi avlod qo'tirib tursin, ikkinchi avlodga borgan vaqtida avval men degandek bu yerda bir qo'sh kulturlashish hodisasi ko'rildi. Bu qo'sh kulturlashish hodisasiningki eng tubki aloyidliklarining birisi o'ziningki tilidan yatlashib, o'zi yashayotgan shu davlatningki, rayonningki yoki shu kulturningki tilini qabul qilib, shu orqali o'zini ifodalashga moslashishdir. Endi buningki asosiy nimasi shu o'zi yashayotgan shu hokim kulturningki kuchiga bo'ysunishdan derak beradi. Ya'ni biz diasporadagi Uyg'urlar o'zimizning tildan voz kechgan vaqtimizda biz angliq va angsiz holda yana bir xil til va yana bir xil kulturga bosh ekkan va uni intayin hech qanday bir o'ylashsizlar qabul qilgan bo'lib, bu orqali o'zimizningki aslidagi tilimizga xoinlik qilgan bo'lamiz. Gapimni yig'sam, tilimizning yo'qolishi mayli vatan ichidagi bo'lsin, mayli vatan ichidagi sirtidagi bo'lsin, barliq Uyg'urlarningki jiddiy o'ylashga tegishlik masalasining birisi, chunki bu oldimizdagi nati cho'ng bir hislarning birisi. Hamda Uyg'urlarningki beshiq kelayotgan 3-cho'ng xiris Uyg'urlar duch kelayotgan kundan kuniga ig'irlashayotgan Uyg'urlarningki dushmanlik obrazininki tiklanishi. Ya'ni bu dushmanlik obrazining tiklanishligimizda Xitoy hozir Uyg'urlarni hozir bag'ansiri terrorchilik nomi bilan qaralab Uyg'urlarni butkul 1 milliard 300 milliondan oshgan Xitoy fuqarolarining hammasiga asosan o'zining ichidagi, ya'ni o'zining territoriyasi ichidagi eng xatarlik, eng vahshiy bir dushman sifatida ko'rsatib bo'ldi. Hamda mushundaq ahvol ostida mayli Sharq Turkistonning o'zida yashayotgan Uyg'urlar bo'lsa, mayli Xitoyningki ichki o'lkalarida hayotningki turli mushaqqatlar bilan tirkishib, ilishib, o'ziningki hayotlikdagi ro'zg'orlarini tepish uchun tirishayotgan Uyg'urlar bo'lsin, Xitoy uchun mayli Xitoyning olimi bo'lsin, mayli Xitoyningki mayli Uyg'urning
olsun, meyli Uyg'urning baqqili olsun ve hatta ki Uyg'urning bir divanisi olsun, hammasi o'xshashda hech qanday farq yo'q ahvol ostida hammasi Xitoy uchun bir dushman, Uyg'urlar Xitoy uchun dushman. Meyli Uyg'urlarningki 7 yoshli bo'lsin, meyli Uyg'urlarning 70 yoshli bo'lsin, hammasi Xitoylar uchun meyli oshkora yoki yo'shirin bo'lsin, hammasi dushman. Xitoy hozir Uyg'urlarni meyli kollektiv sifatida bo'lsin, meyli bir shaxs sifatida bo'lsin, hammasi dushman sifatida o'tirib chiqarib bo'ldi. Mana mushunda bu Xitoylarningki mushunda qilishninki asos yo'llari ham buning oxirgi natijasi Xitoylarningki atalmış mushu inoq jamiyat qurishdan iborat quruq sapsasiga bizib keladi. Yani bunda şirketler vaqtda Xitoyninki mesela Xi Jinping rahbarligidagi Xitoyninki komünistleri bir tarafdan atalmış inoq jamiyatni qurish ta'limlarini berib ham bunun tashviqotini elib berish halakchilikda bo'lsa, yana bir jihat elib bergan vaqtda Uyg'urlarni intayin xatarli terrorchilar sifatida ko'rsatib, bunda bir jamiyatninki a'zosi sifatida chiqarib o'tgandek ahvolni shakllantirib o'tadi. Bunda bo'lgan vaqtda bu targ'ibotning o'zi ishga bir zidlik ekan. Hamda buningga qarshi Uyg'urlar o'zlarininki mustaqillikdan iborat adaqqa nishonni bir kim unutib qolgani yo'q. Men endi bu yerda bunday bir gapni ilib o'tay. Masalan, Xitoyninki burunqi intayin puchuq chiqqan qonxo'r dahisi mavzuni mundaq bir gap bor. Buni bizning Uyg'urlarning nurg'un ziyonlarimi intayin e'tiborlab ishitdi, ya'ni zulm bar yerda qarshilik bo'ladi degan gap. Men bu gapga qetilmayman. Chunki Uyg'urlar zulm bo'lganlik uchun qarshilik ko'rsatmaydi. Chunki bunda bo'lib qolsa, agar bu hukmni shunday tushunsak, unda bu vaqtda Xitoy zulmni yeniklasa, Uyg'urlarning qarshiligi besiqamdi degan gap chiqadi. Unda bu vaqtda besiqmaydi. Uyg'urlarning qarshiligi mayli Xitoylarningki Uyg'urlarga bo'lgan siyosiy bo'shsin, chingsin, bir kunma to'xtab qolgani yo'q. Faqat uning shakli o'xshamagan, ham uningki zarba berish obyektiga o'xshamagan. Bu yerdagi tibki masala u zulmninki kuchlik ojizlik orqali Uyg'urlarning qarshiligini bekitish emas, balki Uyg'urlarningki toki aşı Qashqariya davlatini qo'ldan bergandan tortib 150 yildan bir uzilmay kelayotgan o'zininki mustaqil erkin davlatini qo'lga keltirishdan iborat adaqqa nishonni ishga oshirish ko'rishi. Shuning uchun men zulm bayada qarshilik bo'ladi degan bu hukmni dal ta'tirsiga o'rib qarshilik bo'lganlik uchun zulm bo'lib o'tadi deb tushunaman. Bunda deyishimning sababi Uyg'urlarning qarshiligi 150 yildan yog'i besiqmaganlik uchun, chunki bu qarshilikning oxirgi maqsadi mustaqil bir davlatni qurib chiqish. Shuning uchun Xitoyningki zulmi chekdan ishib o'tadi. Bu hargizmi bu yerda zulm tugsa Uyg'urlar butun qarshiligini to'xtatib, Xitoylar bilan ana shu Xi Jinping deyotgandek inoq jamiyatda birga yashamdi degan gap emas bu yerda. Uyg'urlar yashamaydi. Zulmga tugamaydi. Agar biz ashunda bir ideal bir ramkada agar Xitoyningki butkul zulmi tugisa Uyg'urlar nimani tanlaydi degan savol chiqib qolsa, qarshilik ko'rsatmaydi emas. U vaqtning o'zida yana o'xshashlar o'zining mustaqilligini tanlayverdi. Shuning uchun meningki buni mushu hukmni asliga qaytargan shaklda olsak, qarshilik bo'lganlik uchunlar Xitoyning Uyg'urlarga qarshi zulm bo'ldi. Chunki bu qarshilikning hammasi aslida tek-tek ilib o'tgan vaqtda Uyg'urlarningki mangu uzilmas bo'lgan aşı mustaqillikdan iborat mana shunda bir irodasini kelib chiqqan. Uyg'urlar mayli bir qancha ig'ir kun kelsin, mayli ularningki hayot bo'shliqi qancha darajada tariyib ketmasin, Uyg'urlar o'zininki mustaqilligini bir kun aslidan chiqarib qo'ygani yo'q. Mening bunday deyotganim ehtimol ba'zida bu gapimga, bu hukmimga qarshi turish mumkin. Chunki mening bunday deyishimning asosiy sababi Uyg'urlarningki qarshiligi yoki mustaqillik irodasi tarixninki yoki 150 yillik tarixda turli shakllarda ifodalanib keldi. Ba'zi chaqda intayin kuchli bo'ldi, ba'zi chaqda intayin ojiz bo'ldi. Ammo lekin asosliq buningki yadrolik qismi hech vaqt yo'qolgani yo'q. Hali ham bu Uyg'urlarningki bu davlatchilik ideyasi hali ham yo'qolgani yo'q. Bu davlatchilik ideyasining ifodalanishi. Uyg'urlar shuni biladiki, ham shuningga tushunib tutadiki, agar mustaqillik bo'lmay turib Uyg'urlarningki mavjudlikdan gapirish mumkin emas. Biz Xitoylarningki bizni aldab kelgan avtonomiya siyosatini ko'rdik,
yoki boshqa siyosatlarni ko'rdik. Bularning hech qaysisi Uyg'urlarningki shu siyosiy jihatdagi ustiga yeriga bormadi, ham bormaydi. Chunki bularning hammasi Uyg'urlarni bexatlashtirish ham Uyg'urlarni aldash qatorliq tufki maqsadlarga xizmat qiladi. Bu hargizmi Uyg'urlarningki mustaqillik uchun xizmat qilmaydi. Uyg'urlarning mustaqilligi badalsiz bo'lmaydi. Dunyoda badalsiz erkinlik qo'lga kelmaydi. Uyg'urlarning mustaqilligini ham Xitoylarga bermaydi. Uni faqat Uyg'urlar uzil-kesil qarshilik ko'rsatish orqali, to'xtovsiz qarshilik ko'rsatish orqali oxir oladi. Ammo bu nuqtaga yana qaytib kelsam, ammo Xitoylarningki Uyg'urlarga nisbatan xalq sifatidagi yoki bir millat sifatidagi bir xil dushman bo'lish, dushmanga ko'rsatishdan iborat bunday tashviqotni g'oyat zo'r unumga erishdi. Ammo buning bilan bir vaqtda Xitoy bu yerda yana ziyon tortdi. Yana nimadan ziyon tortdi degan vaqtda Sharq Turkistonda yerlashtirilgan ham yerlashtirilishni kutib turayotgan nurg'un Xitoylar mana shu dushmandan hozirning o'zida intayin nazar ayladi. Endi Xitoyningki hozirgi siyosiy ilib etgan vaqtda Xitoy amalning boricha Sharq Turkistonni tinch, hech qanday chataq chiqmaydigan bizning bu yerda mutlaq kontrolligimiz bor deganni mayli xalqaro jamiyatga bo'lsin, mayli Sharq Turkiston atrof davlatlarga bo'lsin, mayli o'zining davlatining ichidagi o'zining xalqlariga yetkazish orqali Sharq Turkistonga mayli mablag'ni jalb qilish yoki Sharq Turkistonga o'zbek ko'chmanlarini jalb qilishni ko'zlaganda, ammo lekin Uyg'urlarningki yaqinqi bo'lib 2014-yilda bo'lgan oqoqda yuz bergan qarshilikning natijasida Xitoyning bu tushlari barbod bo'ldi. Ya'ni Xitoylar Uyg'urlarni dushman ko'rsatish badaliga mush dushmanningki ta'siri bilan Sharq Turkistondan hurkib qochib ketgan yoki Sharq Turkiston yerlashni xohlamaydigan mana shunday intayin bir qiyin ahvol duch keldi. Hozir Xitoyningki Uyg'urlarningki garchi bu Uyg'urlarning beshik kelayotgan bir xiris bo'lsa-mu, lekin Uyg'urlarningki dushman ko'rsatilishi Xitoyning beshik kelayotgan cho'ng bir kriz bo'lib qoldi hozir. Ammo lekin intayin afsuslarligi Uyg'urlar millat sifatida dushman ko'rsatayotgan mushundaq vaqtning o'zida dunyo jamoatchiligininki Uyg'urlarningki masalasiga yoki bir xalqningki dushman sifatida Xitoyningki intayin yovuz qurollarningki ostiga qolganlikning bunday bir paketga sal qarshi odamni intayin ichindirdi. Bu 3-krizis. Hamda buningga yandash, asosan 3 krizis dedim abay, ham buningga yandash yana shunday ikki oldimizda damalliq ko'rilib turayotgan 2 krizis va men 2 krizis to'g'risida buguncha yoki 2 krizis to'g'risida buguncha jiq so'zlamay, buningki birsi bizningki Dunyo Uyg'ur qurultiyi shaklidagi hamda xalqaro bir tashkilotningki xalqaro bir saviyada ish olib berishdan iborat shunday bir bizning bir krizisimiz bor. Xirisimiz bor. Bu xirislik deyishimning sababi dunyodagi nurg'un davlatlar ham nurg'unlagan tashkilotlar bo'lsin, agar bularning hammasi Uyg'urlarningki bir xil uyushgan ham Uyg'urlarningki intayin bir kuchli bir xil siyosiy bir ong bilan qurollangan bir turkum siyosiy yo'llari va kishilik huquq faoliyatchilarini tashkil topgan bunday bir xalqaro bir tashkilotning o'tirib chiqishini kutadi. Bu tashkilot noqulolda Uyg'urlarningki dardini anglatish rolini o'ynamaydi. Bu tashkilotningki yana bir intayin bir muhim roli dunyoga Uyg'urlarningki bir davlatni qurgan vaqtida uni boshqara oladiganligini bildirishdan iborat. Ya'ni dunyo Uyg'urlarningki tashkilotchiligi orqali ularningki davlat boshqarish iqtidorini ko'rishni xohlaydi. Agar biz dunyoga to'nilgan ham dunyo tarafidan e'tirof qilingan bir tashkilotni qurib ham uni mang'uzib, ya'ni bir dunyoviy bir saviyada mang'uzib chiqolmaydi ekanmiz, u vaqtning o'zida xalqarodagi bizningki davlat boshqaruvchimiz bo'lgan qobiliyatimizga nisbatan gumonini qo'zg'ab qo'yamiz. Chunki xalqaro bir tashkilotni qurolmagan bir millat bir davlatni qurib chiqolmaydi. Bu aqalli bir mantiqa hamda. Shuning uchun hozirgi dunyo Uyg'ur qurultiyini texnik kuchlantirish oldimizdagi cho'ng bir xirislarning birisi. Endi oxirgi bir xiris Uyg'urlar duch kelayotgan
bizningki yoshlar qo'shunini yoki keyingi izbosarlarimizni qanday tarbiyalash masalasi. Bu izbosarlarimizningki o'zininki vataniga nisbatan badal ro'yga ega bo'la olishi, ularningki o'zimizningki vatanininki ozodlik uchun badal berish ro'yini hozirlay olishi intayin muhim. Bizningki mushu yoshlar xizmati ishlash, yosh izbosarlarni tarbiyalash, ularni xalqaro saviyadagi bir siyosiy yo'llar va kishilik huquq faoliyatchilikni yetishtirib chiqish bizningki oldimizdagi intayin muhim xizmatlarimizdan birisi. Hem bu oldimizdagi bizga ko'rinib turayotgan, hem biz bosh tortib bo'lolmaydigan intayin bir muhim bir xislatlarning birisi. Rahmat, Mamtun efendim. Etraflık yaxşı bir muloyiz bo'ldi. Biz hozir abim deb o'tganimdek texniklik sebeplerden bile başkalar hozir anglayotgan bunu radiodan anglayotdik. Sizning fikrlaringizga balkim o'xshash fikrda bo'lganlar yoki bo'lmaganlar bo'lishi mumkin. Hozir tövende yana Olim Sitov efendimdanmi mushu yuqorqi savolga asosan bir javob berib birlikda xalqimizga anlatamiz. Tövende yana bir arlıqqa vatan to'g'risida naqshdan bir naqsh bergeç Olim efendim bilan bir mushu savolga bir muloyisini alsak, agar sizmi egri kömey Uyg'ur radio chekit.com'dan Olim Sitov efendimning cevabını size anlatıp ketip, eğer sizden başka fikirleriniz olsa yine muş tema bilen devam kılsak buldu. Olmay kalsam 3. temimiz nait bir çoğun temadan birisini bugün bir muloyiz kılsak dep oylavatım. Muş Uygurlarning mustaqilligidan ümit barmı degan temini birazdan keyin Olim efendimning so'zlaridan keyin devam qilamiz. Sizni yana birdan keyin tekrar suhbatga chaqiraman. Güzel dastan bana yok senindek dostan ben kutunda kıyıp yandım sen düşmez gülhanıma ben odunda kıyıp yandım sen düşmez gülhanıma Vatini sen mukaddes benim bağrım Vatini şan şükredim benim boynum kalbimde mim var bizge bu can günlerini kazan dilimini bastırma günlerini kazan dilimini bastırma Vatini sen mukaddes benim bağrım Vatini şan şükredim benim bağrım
bağrımda sen şeçtiğim çöllerde düşmey arman çileklerdin küsmey arman elimize büyük mehsen bizler umutlar zaman Bedenim sen mukaddes benim ayrıdır Bedenim şan şükredim benim ayrıdır Assalamu alaykum hörmetli radio anlıqçılar. Yuqorida Vatanim namlıq naqshini birlikte anladık. Söhbetimizge yeni devam qilamiz. Hazır naqshidan burun Avustraliyadan Memtimin Ala apandimdan Uyg'urlar duch kelayotgan eng cho'ng xiristlar qaysi degan bir savolga javob oldik. O'zining muloyisini tahlil qilib o'tdi. Tövende hazır mikrofonumuzda Amerikadan Alim Sitov apandimiz bilan birlikte Alim efendim, Uyg'urlar duch kelayotgan eng cho'ng xiristlar qaysi degan temada bir tahlil bo'ladi. Sizning bu shunga bir ko'z qarashlaringizni anglagan bo'lsak. Bu rahmat. Uyg'urlarning bir millat sifatida beshlakayotgan eng cho'ng xiristlar hozir endi nihoyatda ko'p bo'lyapti. Endi endi ashaddiy bo'lyapti. Ya'ni Uyg'urlarning bir millat sifatida mavjud bo'lib turalishi turmasligi. Hozir chunki endi o Xitoy, o hozirgi Xitoy hukumati ilgarigi Gomindan deyli, undan burungi Manjus deyli va undan ilgarigi Uyg'urlarni besib olgan o'xshash bo'lgan davlatlar yoki imperiya bo'lsin. Bu hozirgi bugungi Xitoy kompartiyasidek yoki Xitoyning kompartiyasi yetakchiligidagi hozirgi bu hukumatidek Uyg'urlarning bir millat bo'lib mavjud bo'lib turishiga bundan zor tarihi tehdit ilip kelgen bir hakimiyet yok. İlgirki hakimiyetler gerçi bizden zamanı kontrol kılıp, bizden vatanki baylıklarını anca munca bir eksploatasyon kılıp bir özden devletlerge rayonlar katılmaları ben, onundan sık bular bir Uygurların kent dönemde kırınçlık, yoktuş karakterli kırınçlık ilip bağlanıyor. Uygurların tili, dini, medeniyeti, adeti, hatta an'analarga keng ko'lamli hujum qilib yo'qotiniyor. Bugungi kunda shu Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy hukumatining mas'uli bo'lsa, hozir Uyg'urlarning chiqish yo'li ikki. Birisi asl Xitoy hukumatining asl siyosatini qabul qilib, faqatlan Xitoy tili so'zlaydigan Uyg'ur bo'l, ya'ni do'qiydigan Xitoy bo'l, deb atadi. Onun razı olmasan seni şu rezil güçte bizge her kandan şekilde finish kılan olsun. Narazılık bildirsen itiklan öldürüplan seni şu rezil güçte Xitoy halkının aldıda hem halkların aldıda hak arkalıp çandayınız hazır Xitoy halkımızın kollaydı sizlerine bastırışlarını halkara çıkışı turu doğru sizlerine bastırırsak çünkü sizgen bir Müslüman bir halk boğanlık köyünde hazır Xitoyning endi siyosati mush bo'ladi. Shunga Uyg'urlarning beshalayotgan eng cho'ng g'anima, eng cho'ng xirist, eng cho'ng tahdid shu Uyg'urlarning bir millat sifatida bundan davomli shaklda mavjud bo'lib turalishi turmasligini hisoblaymiz. Tag'inlarga ait xiristlarga albatta bizning tilimizga tegayotgan Xitoy qo'shilib ma'rifda bizning dinimizga tegayotgan Xitoy sakal koydum hatta yağlık çektim de. Bizden örf adetlerimizden bizden kıvatı, bizden tarihimizden tek kızın özgen, bizden tarihten bir Xitoy'na kıvatı yaşar bir asallık bizden kıvatı. Bizden Uygurlarının salayeti, bir Uygur buluşuna hücum kıvatı vardı. Dokçiysen mesela Uygurlarının dokçusunu giyizmeyi aldı. Hazır Uygur tılını sözlese adamın kılığına hayvan olduğunu sözler.
Yani bu pagan Hristiyan hücumlarcı ama en asaslığı, en ecelligi o'sha Uyg'urlarning bir millat bo'lib davomda mavjud bo'lish yoki bo'lmasligi mushu eng cho'ng behris bo'lyapti. Rahmat olim efendim. Bu yuqorida Mamtunala efendim bilan sizningki bunga bir javoblarni oldik. Bu herhalde ben sizden bunu aldığım kaptadaki programlarımı bunu biraz etraflıkrak sorğanlığımı hatırlavatımı. Yeni temaya ötsek hazır meyli sizden başlasakım oldu ya ki Mamtunala efendimden tekrar mikrofonu verip onun ikisini göstersekim oldu. Bu şu bir nazik, mühim temiden birisini halkımızla birlikte bir ortaklaşsak. Bu şu Uygurlarning müstakilligidan ümit var mı? Yani qandaq ahvollar ostida buningga mustaqill bo'ldi deyalamiz. Qanchalik umid bor bizning mustaqilligimizdan. Mumkin bo'lsa hozir sizdan boshlasam yoki bo'lmasa bu sizdan bir avval javobni olaylik fikringizni. Bu rahmat Abdurahman, bu nihoyat bir muhim bir savol. Bizning hamma xalqimiz to'liq havas qiladigan, buning javobini bir bilishni xohlaydigan. Hem başında bir ümit var degeni arzu kılgan bir çoğun sual bu. Hem de bunun da ümit var ya ümit yok da cevap belgili olmaydı. Ama bunun cevap verişin umumyüzlük bir vaziyetini bir görür. Anedeki kanday şarayetleri buldu, kanday şarayetler olmaydı. Degeni ben özlemden şahsi fikirlerden bir düşündür gerek. Birincisi, şüphesiz ki Uygur, Xitayning münafıklan olmasa, özünün vatanını satırgan, her bir Uygur'un kalbide müstakillik mevcut. Kim bu işten katılıyor? Vatanın müstakil olmasın, Xitayning kolu aslı mevcut yaşaydı deyilgan, işkandadır, vatanperver, vatansever bir Uygur yok. Nurbeti vatan müstakil olmasın deyiş mümkün. Ya hazır Xitay'ın alıdığan menfaat için hizmet kılatkan nurgun Uygur münafıklar Şarkı Türkistan yoki müstakil bo'lmaslik kerak deyish mumkin. Yoki bir uchun o'zini yo'qotgan, o'zining xalqidan, o'zining millatidan umidini o'lgan, o'zining Uyg'ur bo'lib tug'ib qolgan pushaymon qilib Xitoy bo'lib qolsam bo'lganda qilgan o'zini yo'qotgan bir qism insonlar u mumkin emas yoki bo'lmasin deyish mumkin. Ammo qolgan 99% Uygur menimcha her birisinin kalbide vatanning mustaqillik o'ti her minut, her sekund lavulda yanmakta. Bu bir reallik, bunu inkar qilamiz. İkinci, endi bunda bir arzu, ümit, bir o't, yurakda yandan bilan bir xalq bir mustaqil bo'ldi deganlik emas. Uning uchun kurash qilish kerak. Onun için kurash qilish kerak degan vaqtida albatta o'zining qanday bezilib olganligi, Xitoyning qachondir bosqanligi, tarixdan buyon Uyg'urning bir mustaqil o'tgan bir ishganligini, ham hozir mustaqil bo'lsa, masalan, o'zining davlatini ravsli boshqarib mangdira oladiganligini, buni inoyat bir ilmiy shaklda xalqaro xayr qilmoq darajada bir siyosiy safa va saviya jihatda buni tayyor ekanligini isbotlash kerak. Bu ilaki nurgun Uygurlarımız var mesela, açık çayını demlep koyup, navatını çılap koyup, internetin aldığında müstakillikte vakırat lamcıyorlar. Ya koçuk çıkırıp, müstakillik gerek bizge bizden, toruk durulan asmandan bu müstakillik düşülen dediler. Söze, ben de bir muşundan müstakillik desem ya, dünya Uygur koltuğu vücutlandım ki, özlemler katıl ayırıp çok gösterdim ki, hak bana erişen ki de, Elasat ve kurup abroy inavet küçümü kuattan demenç adamlar bak. Ama bu işler Xitoy bo'lsa har birimizning orzusi bir kun bo'lmay bir kun kelajak emas, faqat yaqinda vatanimiz mustaqil bo'ladi. Endi bu mustaqil bo'lishning sharoitlari masalan Sovet ittifoqining chiqishi qarab, masalan ko'rdikki, bizning qarindosh Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Turkman, Ozarbayjon degandek tarixiy milliy qarindosh xalqlarimiz o'zining hech azaldan xiyolati chiqmagan bir mustaqillik e'lon bo'ldi. Sovet ittifoqining chiqishi bilan
Ular müstakil oldu, özünün dövlətini kurdu, özünün dövlətini bana bandırıp, xeyli bir yerga yapıp yapış ketyapti masalanda. Endi Xitoy mu masalan, hozir kunda qarab, endi sirtqa ko'rinishini ayli kuchli. O beyit ketdi, yo'g'on aqib ketdi. Xitoyning askarlari kunda degan manevr o'tkazyapti, televizorga olib kunda chiqyapti, Uyg'urlarni qo'rqitish uchun, rangtirish uchun abaytida bitib ketgandek. Psixologik jihatdan Uyg'urlar zarur qilish uchun. Qanday Xitoy degan bizdan Filippinga mushityapti, Vyetnamga mushityapti, Yaponga kirib Amerikadan birimlayapti, xuddi Xitoy degan hozir ishtani patmaydigan ashi patlab ketaylarda qoldi, nochilig'idan qaramoqda. Ammo u nochiligidan emas, o'tgan qismda deb u nochiligidan, u ojizligidan, qo'lsida endi to'yganligidan, qilganlik topolmaganligidan, manda o'zicha nochiligini ko'rsatman, uning shiltanatni, buning shiltanatni taqvodir. Bu sirт ko'rish. Ichki jihatdan qarasa, Xitoy endi ichki jihatdan endi Uyg'urlarning Xitoy hukumatiga bo'lgan noroziligini ham ilib borgan harakatlarni qayrib qo'ysaqmi, hozir ichki jihatdan bu Xitoylarning masalan o'zining hukumatiga bo'lgan norozilik Uyg'urlarning kuchi qoldi. Xitoyning ishini Xitoy xalqi nurg'un taqdishlarni, Xitoyning askarlik vujudini o'ltirishlarni ilib beryapti, ammo Xitoy bu xabarlarni kunda o'zining xabarda mamlakatga kelib bermaydi bu narsa. Shuni o'zi bilmaydi. Masalan, degan Xilonjandagi bir McDonald restorani portlash bo'ldi. Buni qilgan Xitoy. Uyg'ur patlatgani yo'q. Bu McDonald deganimiz bu Amerikaning bir restorani deb qoldi. Uni bir Xitoy patlatish bari, uni bir jinoiy harakatlar bilan bitirib qo'ydi. Agar biz bilamiz, Uyg'ur patlatgan bo'lsa, mana shu razlik ishda ota bo'lib ketadi. Ammo bu nima demak deyilsa, endi o'zining Xitoylarning mana McDonald'dek bir yerga berib, bir bomba qo'yib, patlatdik bir dalilda. O'tgan yili ko'rdik, Shamanning bir Xitoy asosan yilni patlatib atılmışda 50 ketin Xitoyni o'ldi. Bunday ishlar davomli bo'lyapti. Davomli bo'ldi. Bu nima bo'ldi? Albatta Xitoy hukumatiga bo'lgan norozilikdan bo'ldi. Masalan, men o'tgan dushanba kuni mana Amerika ovozining Xitoy televizoriyasi meni ziyorat qilgan chog'da ishkirdan bir Xitoy ishlanchi telefon qilib deydi, bu Uyg'urlar bebina Xitoyni hujum qilmay, shu Gongsandan hujum qilgan bo'lsa, shu taqchilik hujum qilsa qanchalik qo'shal bo'ldi, qanchalik qo'llaydi. Tashkilot ketdi masalan. Masalan, bu bir Xitoy fuqarosi, bu hukumat o'zining Xitoy Iroqdan hukumat kompaniyalari bo'lsin. Aşı bir Xitoyning og'zini qo'pib, bugun kunda. Aşı o'zining hukumatiga shunchalik norozi bo'lganligi uchun to'yib ketganligi uchun, o'zining qo'ldan kelmaganligi uchun davlatda Uyg'urlar agar buni nikin qilsa, bizim azilgan bo'lsa, ama begunoh jinim baqamagan Xitoyni hujum qilmay, ma'lum hukumatga ma'lum hujum qilgan bo'lsa, undan Xitoy xalqining keyindan chavakchilik buni tarqaman deydi. Degan bir yerga bağından qaraganda Xitoyning qanchalik darajada o'zining hukumatiga bo'lgan noroziligi to'liq aks etmoqda. Undan sirtga to'xmagan kibashlarning noroziligi. Nechta kibashlar o'zini o'tirib Xitoy hukumatiga bo'lgan noroziligi chiqar. Endi bu kibashlarni hozir chetlarda bular o'tir yo'lni tanladi. O'tir yo'lni hammamiz bilmaydiganlar uchun o'tir yo'l degan endi Xitoy hukumatining kibashning egalik huquqi endi qo'lga olgan bo'lib, ya'ni Xitoy mustaqil bo'lmagan bo'lib, Xitoyning bir oliy avtonomiya kuchini mashinasi. Sağlayana mana o'tirib qo'ygan. Shuni o'tirib Xitoyning aldab ishlar hozircha ishdan bermay qolganligi uchun, hozir kibashlar ishdimi, bu yo'limi to'g'rimi, xatomi deb o'tirib. O'tirib yo'lni yo'q. Kibashlar Xitoyning bir qismi yo'q. Shunday desak, kibashlar Xitoy hukumati bizga oliy avtonomiya beramiz deb shu umidni tutdi. Ama Xitoydan 12 qismdagi bir suhbat elib berildi, uning natijasi bo'lmadi. Onun da hozircha bu kibatmanlarki nurg'un kibatlar bo'lib Uyg'urlar qarab, bu Xitoyda Kreml hukumatga tinchlik bilan ishni o'zgartirib bo'lmaydi ekan. Balkim o'zimizni kuydirib yurganning o'rniga ma'lumotni kuydirsak, balki ishlar o'zgarishi mumkin. Degan ilm fikrlarni kuchli bo'lyapti hozir. Endi nurg'un kibatlar uchun endi Dalilama onun tirik xudosi uzun gapini yeramaydi, uning yo'lini qattiq denamaydi. Shu sababdan nurg'un kibatlar jin turdi. Balkim
Ağlaylama dünya ketkenliğin için kalan Tibetliler mi? Keşke özü göder işte onu da kim Xitay'ın harbiylerge bilimli hücum kılışını başlayışında. Şunu bu Mongolların narazılığını görüp atmıyor. Çünkü beni kalan şu ziyarette şu Amerika avazına televizyon ziyarette aşırı bir Mongol çıkıp Xitay hükümeti şöncelik bir vakit bir Mongol bunun da. Biz Mongolların Xitay hükümeti dilimizni yok attı bana, tilimizni yok attı. Biz hazır Xitay sözleydiğen, işin işlenmeydiğen bir Xitay bulduk. Mongolluğumuzu yok attık, Çingizhanlığımızı yok attık der sözler kesmesinde. Ulama Xitay hükümetinin şönçelik narazı. Yani bir taraftan Xitay hükümetten hazır devlet müdafiye yaşayatkan cıllık hacide ve karganda devlet şirki muhtemlikle kolu keltiriş için yaşayatkan Tolay şönçelik kök adı. Şunlara bu devletlerin terakki kılanlığı, güçlengenliği, kudret tapkanlığı yoğanıp ketkenliğini çıkartmaz. Bu bir devletin işçi mesulunun günden günge bir tehdit bulavatkanlığı hazırlığı hükümetken. Bu işlerinin baskansın ayaktan bastı ayaktan çıkvatkanlığı, eğer Türkiye'nin hem ayaktan pençin çıksa bu mesele, hem Şarkı Türkistan'dan, hem Tibet'ten, hem Uşkin Mongol'dan, hem falan yaylardan. Bu çağda bu Xitay hükümeti onu bastırıp olamaydı, mümkün hemen. Bu çağda belki Xitay hükümeti onu, bu da Soğuk İttifakı okşaş bir vaziyette gelip kaçmış mümkün. Xitay hükümeti bir gün içinde kaçıldığında elbette bir yerde Uygurlarla bu Tibetlilerin otur yolunu taşlayıp yani mutlaklarını cakalaydı yani. Elbette Uygurlar birinci cakalaydı. Çünkü Xitay hükümeti en tehdit bildiğini Uygurlar, Tibetlilerin hemen kalan milletin uçuk kokak keseydi. Uygur'dan en kokak Xitay. Çünkü Uygur diye bir oğlan bir millet, bir cengi var bir millet, konu koran, bugün kimlik yasını özünün dörtü kurağlayılan bir millet. Sonra Xitay hükümeti vermekten. Şundan olanlar için, bunda bir Xitay, bir jıkılık, bir parçalılığa vaziyet olsa, elbette Uygurlar özünün mutlakılığını cakalayı Tibetler, ağamlar, hatta Xitay'ın özgürlükçülürünü mutlakılığına geçişmemken, bunu buna cennetteki, elbette 10. yüzyıldan Xitay'ın, şimaldaki Putunga yüzyıldan Xitay'la ayrım buna geçişmemken, Şanghay tarafı, Şanghay yüzyıldan, yani bir yüzyıldan bunu ayrım buna geçişmemken, Hunan'ın Xitay'ın öz mutlakılığını cakalayış mümkün, çünkü aynı vakti Mordun diyen Xitay, şu Hunan'ın mutlakılık için güreşleyen bir Xitay etse. Sanki Soğut'la bunu mutluluk eşler konu seçmeli, Soğut İttifakı'nın bir şippiyonlukla işlükte, Gunzendanlı kurumlar, yani Xitay'da Soğut hükümeti kurumlar da bunun bir maaş verir, azı bir müzik uygun münafıklığa Xitay hükümeti maaş vergenler. Kanıken bugün o Hunan'ın mutlakılığını taşlar, kanıken Gunzendan'da bakabilir, Yunfa'da mingun kalmandı, kanımanı. Suriye'ye gün kalmandı, Suriye hakimiyetini kurmak Xitay'da şunun için yürügende. Şunun bu işki taşki amıl kartta kaldı, bu Xitay'ın azı hükümeti getiriyorlar, erkitiyorlar, o pompon, o kudu diyen, Tağla Talkan, şüvenin bostansız, Amerika'nın ayaktan tayrı, Diyarbağ'ın ayak, beşik vurup, Avcı devletlerinin konflikti, mandadır, dünyanın bir hakimi bulup, dünyanın sonraydıgan değil, ipin alır. Emniyette, Uygurlarda deydi öyle kaldı, diyen söz, işte öyle fenomen dıştan yok, İslam macan böyle. Şu hazır Xitay bir macan böyle, tişi pampal işçi kalgan. Tişi de karşı şu pampal işçi de, o kalganlıkta turdu aldı. Hem de Gunzendan'ın hakimiyeti kançık devamlı işte Kuday'ın özür oldu. Normal analizmanın en hızlı bu şeyciğini muhtemelen vambiyle Xitay'cıkta. En ahirki imparator. Onun için Gunzendan şununla Allah'ın ekser tüyüşmüyor ki. Ben, annemkinem de buna bir çalışışlar, Toktak'ta bu meyakta uygunu ayakın Tibet'le kalan Xitay'ın bastırıp gelip kançıcı devamlı şimdi. Bir oyla, bir hakikaten bir demokratik bir onda İslam'danlık mağalığı bir aldığanlı verilmeye alınır diyeni. Anlamda şunun bilen unemployed dediğimizde bu başlık hiç hepsi belki yok Xitay. Özümden de düşünüyorum fakat uygunu bugün günde değişilen hiç bastırıp git var. Şunun da abayla petet ketken için Acıgan için zaten Uygurlar müstakil oldu, bir de konmayız. Uygurlar da arasında bir müstakil kalıp, müstakil için güneş kılan bir kalıp, şunu arzu kullanmak kalıp.
Ama yana bir tarafdan bir xalqarалық vaziyat var. Belki nurg'un Uyg'urlar xalqaro bilan nima chaqdimi, Amerika bilan nima chaqdimi, Yevropa bilan nima chaqdimi, bu deyishmayapti. Unda deyish oson. Unda degan odamni bu xalqaro siyosatdan ishi yo'q odamni ya bu ishlarni divatga olishi, Amerikaning, Yevropaning hukumat odamlari bilan bir ko'rishib, bir bo'lishib, bir so'zlashib faqat odamlar emas. Öyle oturib, öyle çıkmay, söyleş asan. Yoki bir botiga araqni ichib qo'yib, ta'yinlasam, meşrep o'ynab, vatanni bir akşam mazab qilish oson. Ammo bu siyosatga olishib, bu xalqaro vaziyat bilan Xitoyning ahvoliga asosan bu vatan millatni remin qilib, bu vatanning mustaqil erish huquqchilik bir sorunni o'tiribman. Meşrep qilibman, bir o'sni o'yida choy o'ynabman, adoq qilibman, unda ason vatan emas bu. Bundan bo'lgan bo'lsa, endi buni bizning vatan ozod bo'lib, hozir hammamiz o'zimizning vatanda yashagan bo'lardik. Ana lekin albatta hozir endi yana endi Uyg'urlarga qaysi kerak xalqaro vaziyatda bu Xitoy yana ichki jihatda bizni qonunlarni bostirib qo'ymamas. Hozir masalan Yaponiyaga shunchalik shilqim etib, Yaponiyalar dushman bo'lgan. Vyetnam bilan farqli kun so'qishib yurdi oyada. Filippin bilan juda muloqotni bisoldi, bu amrni bisoldi. Buna Malaysiya, Indoneziya va buna hozir bu Xitoy qanday bo'ldi bütün qolgan davlatlar Xitoy qarshi. Ham Amerikaning bu Tinch okeanda bir necha askarlar bor, Yaponiyada bo'lsin, Janubiy Koreyada bo'lsin, hozir Filippinda bu harbiy baza qurmadagi, Vyetnamda qurmadagi, bular hammasi ham Xitoyning yilni bo'sh. Xitoy hukumati olgan bo'ldi. Buni containment deyiladi. Shuningga endi bu tashqi vaziyatda bu endi bu davlatlar g'arb bandari balansiri Xitoyning muhitini bildi. Xitoyning bunday lazilligini bildi. Buni qo'shilib to'g'rilib qo'ysak, hozir buni bilan so'rab turib, hozir qilparsa, bugun realitaga qo'shib, bizning degan gapimizni olmay, hozir bir shilqinlatga. Bu menga bizning do'stimiz bo'lmaydi. Vaqt kelsa, bular yana shu burungi kommunist do'sti bo'lgan o'risima Putinni kuchaqlab yatgandiga bir yer keldi bular hozir. Şuna bizim harbiy kuchimizni kuchlantirmasak, bir ish bo'lsa, bugun ham hayotni joyimizda bo'lmaydi. Shunga bu Uyg'urlarga noiti bir yaxshi bir xalqaro vaziyat. Şu hozir sharoitda Xitoyda kompartiya hokimiyati yo'q qilib, Xitoyda boshlansa, g'arib amrimi javob berishimiz yaxshi bo'ldi dedi. Xuddi Sovet ittifoqi ish qilgan chaqda uni qabul qilgandek. Shunga bu bir Uyg'urlar uchun, qolgan millatlar uchun bir foydali bir sharoit. Endi gap shunday bir sharoit kelganda Xitoy boshlangan chaqda endi xalqaro endi Uyg'urlar tayyor bo'ldi. Bo'lib Uyg'urlarning siyosiy tashkilotlari, siyosiyonlari shu chaqda to'g'ri yo'lni boshlab Uyg'urlarni bir to'g'riga gapirib, Uyg'urlarning mustaqilligi dalkidan oliy bir huquqni qo'lga oladi. Bu nihoyatda muhim. Shuningda Uyg'urlar uzun gapdan qisqasini desak, endi savol Uyg'urlarning endi mustaqillik umid bormi? Umid bor, umid zo'r. Ammo bu to'g'ri qilish kerak bo'lishi. Buni hozir endi Xitoy endi shu Uyg'urlarning mustaqilligidan umidning zo'rligini, umidning yo'qligini bilib, xalqaro 11 sentyabrda Uyg'urlarni faqatlan o'zining dushmani emas, ham xalqning dushmani qilib ko'rsatdi. Ko'rsatgan chaq albatta Uyg'ur degan birinchisi musulmon davlatdir, ikkinchisi bular shu razil kuch. Ya'ni bular bizga ham qarshi emas, Amerikaga qarshi, Yevropaga qarshi, masalan bularning ideologiyasi, masalan, bizning ham kafir deydi, Amerikaning kafir deydi, cho'ng shayton deydi, g'arbning shunday deydi. Buni qaramasa kech kunduz Yahudan qilmaydi, Isroildan tanlaydi, judan Falastinni ishg'ollash oldi, judan Suriyani ishg'ollash oldi, judan ko'p Misrni ishg'ollash oldi. Bularni o'xshash. To'g'ri, biz razil deydi, Xitoy hukumati ma'lum. To'g'ri, biz bularni yondan qilamiz, to'g'ri, siyosatimiz yaxshi emas, bizga tanishmoqda bo'ldi. Ammo sizlar buni qo'llab, vaqtga bular bir davlat qurpansalar, bular faqatlandir. İslami bir devlet kurdu, şeriat nazarı. Afganistan o konşemşinden kılıdı. Sanki grup olup, bizden bunun için mutlaka bulanın tekstil emen, kendisi sürü gibi tekstil bulunmuş, Afganistan'daki, Pakistan'daki bir devlet oldu o. Şimdi mesela bana ki, bayanatçıların davakan getirip harablar. Amerikan, bu şu, Xitoy hükümeti özü var, mesela bizden hayatında nurgun, ürün terbiyeligen komünist modullar var mesela. Çıkın aldı bir jigene çıkarız, bundan da olmakta Uygurlarını tınlap, hem de bir densiz bir hakimiyetini beliyle Uygur'un en iyi modulları ayette.
özünün dini üçün, iman üçün ölü atan Uygur'unu kapırı çıkırıp kodlarını mesela Uygur komünist monolar Xitay üçün setildi. Öyle. Hem de bu Xitay hükümetinin ötken gibi 30 yılda yatıp bundan molladı sanandak terbiyeldi. Otur şerif devletlerge kapırıp Mısır devleti mesela Al-Azhar'da cimriçini okattı. Pakistan'da bir gözü okattı. Suriye'ye yapardı. Hatta İran'da devletlerine apırıp Ekkegen'deki Yunan'dan anlatılan sözü Uygurlar dini cehətini, Uyğun cəhətinin dinini bunu hani kontrol kıldıran davamda. Bunları caylaydıran bir korasını da bu şu modullar arasında məhəllə-məhəllədə, yer-yerdə, nahiyə-nahiyədə, yurt-yurtlarda bu şu modullarını meçidlə imam kılıp koyar, nurgun Uygurlarının kamsızca hazır Xitay'ın səhədəydiğən şu dərəcəyə ata koydu. Hem de bu modullar asasen hem de Xitay hükümeti üçün Xitay hükümetinin Uygurlarını yok düşmən təbşirində vaxtı oldu. Bu modullar mesela vaxt gelse şimdi bunlar Uygurlarının müstakillik davası en çok bir tosan olsa yani bir cihetten Uygurlarını seyretте bu kapkara kılıçta en çok rol oynatan insanlar var. Handa desek mesela vatan bir faaliyetler buldu. Mesela Amerika bir devletin bir işi bulak kaldı. Mesela Libya'da açardık oldu diye. Bir işler bulak kaldı. Azırmanlıkta bir işler bulak kaldı. Kısa aşı Allah kopar. Ondan karşı bir yılın getirilmeydi. Hem getirmeydi aşı mollar. Künde aşı meçit kopar. Uygurların dikisine işgalde kitaplarına düşmeye 98 yılın bilmeyiz. Bana bizden Amerika'nın işler saatidir. Bizden Yahudi'nin bizim de vasıtan, bizden Avrupa'nın bizim de vasıtan. Yani bizden bizim de vasıtan Uygurlarının iyileştirir. Bunların dikisini gayret ellerge kozlar. Gayret ellerine Uygurlarının düşmanlıkları yani Müslümanların düşmanlıkları. Hatta özü Ayşe'de Uygurlarının dikisinin başlayarak buyurdu. Özü ayette Uygurlarının peyni komünist mollar hakkında 40 atı var. Şunun neticesinde bu mollarla durmuş avam halkımız bu vaziyetini bilmeyken mollarının bazı ağlı taraf kalan iken rast okşaydı, Amerika razı okşaydı, çok şeytan okşaydı. Yahudimizin düşmanımız okşaydı da öbürü bir Yahudini görüp bakmağını bilirler bunlar. Anlarını okumaydı. Şunun kopak birden bu Amerika'nın tıllaydı, birden Avrupa'nın tıllaydı, bir de İsrail'e yakın Yahudi bulanı tıllaydı. İşgaldaki mıtıklı göster, mıtıklı tanlar asakalı. Oradan Uygur karşımda taktan Uygur okçusu bir iklattan Xitaylı'nı unutup alır. Ne bunda var? Şununda bu Xitay hükümeti nahit usulukla oynattı. Şimdi bunda bu haneken Ayşet ki bizim mesleği bir damlalarından diyen sözde Xitay hükümeti Amerika'da Avrupalık göstermene. En Uygurlar hürmet bulgan, çok bulgan damlalar Emet Ağacı, Yaşayacak Ağacı bana bunun devasına gittiğini anlarlar. Mesela o kapattığı Amerika'nın bizim devasına Avrupa'ya kalan Yahudi'nin yani. Kapat, hani bu Amerika'daki bu hükümet projemde madem, bunun kapat, bunun bizge karşıken de, bunun da kollak kessek olmaydıken, Xitay'nın digen yeri doğdu, doğru bak Xitay'ın yeri, özür hükümet ama bağlı tırıldırıp koyuyor, kollak koyuyor, belki bir müstakil bulaklarsa hakikaten ablanın sende güzel olsa bizge mi fayda, hep kılışma mümkün. Şunun da bu stratejiyede, bu nimede bir toğra bir yol buluş gerek. Bizdeki bulup mu şu siyasetle anlaşkan insanlarımız bunu inip görür. Bak bizden halkımızki ağzı birinci düşmanın kim olsun? Söz aldın ki seni bir sıradan, seni halkını kırıvattan, seni muhtemelen kıvattan, seni yok etmen diyen bu ilimsiz, bana bir komünist bir Xitay'ın bir faşist hükümeti mi? Ya öldürümünü görüp bakmadan, habeş bakmadan, seni bırkınken mentetin yansat bakmadan, halkıran seni kollamaktan bu kadar senin düşman olma. Kimse yaptınız. Bunu inip ayrış gerek. Yani bunun da diplomatiye cihetten ayrı doğru bir yolda mınış gerek. Bu mesela Xitay'ın başka devletlerinin, milletlerinin Uygur özünün düşmanı kovarsa, mesela Amerika'nın tırlap, Amerika'nın düşmanı kovarsa, anedikin o Kalan Avrupa'nın tırlap, Avrupa'nın düşmanı kovarsa, Türkiye bizim kutkuzu da yani düş görüp bakmazsa, Türkiye küçükler bizde de Uygur'u kutkulanmaydı, özünün şınaran küçüldü. Şunda bu Haneken kudu ilip Arap devletleri kelip bizi kutkulanmaydı. Arap devletleri Xitay'dan yakın devletler Uygur'u kutkulanmaydı, Uygur'u kaçırdı.
Şuna bunda vaziyette bu kalının sırtlıkta jiratlık gözle durup oynap durup mamay Ayşe Popo ayada bir Afganistan'da bir küçük bir iş bulup bazı geçtiğimiz Amerika'nda bir Avrupa'nda ondan kılıp o tarafında Uygur'un o iş yolunda atan mamaydı. Şu an müstakillik diyen o öyle oturabilir. Abay diyende Haçayını demle koyup, navatı koyup, bunda tekrar koyup, gıp dişçiler internetten aldılar, yoğun makamı gidip oturup, yani koçuk çıkıp, vakalarından bolgan ersenler. Bu diyen, bugünkü tarihi vaziyetini, bugünkü halkaralık vaziyetini, bugünkü Xitay'ın içki tıbkı vaziyetini küsüp durup, Uygur halkının hazırki siyasi gücü, diplomatik gücü, hazırki özden kolda nemi kildi, nemi kemeydi. Kuruk şu an sallaş, kuruk hayacan, kuruk birbirini aldaş, kuruk aday, şöhret oluşamaz. Emmeli nemine nereden mandırıp nemine erişemeyiniz diyen bunu bir oyluşup şu asasda manta Uygur diyen bir millet çıktı da bir şahıs, bir teşkilat, yani bir uçun atanmış vatan milletin işini kıldıran her bir Uygur, her bir Uygur'un işi. Mananda bütün bulmayı, bütün Kuday'ın bir pat yakında bizim özümüzün dörtte uç hazır yurttaşlarımız, Kırgız, Özbek, Azerbaycan, Taran, Muşluk'ta kullanılan bazı yurttaşlarımız okşaş, bütün bulmayı, bütün yandı Toraklan kepkası acaba ne? Hem de Toraklan kepkası o devlet bizden köyünü bir soranlar bir Kıtay Karatçı müşkünü onun tepki çıkırmetarsek o öyle bizge kalıdı. Bizge kalgan için kandan mandırımız oyunu. Oyunun topuna ulaş gerek, suyuna ulaş gerek. Buzu kalan yerden yasaş gerek. Bu tacavuz etken şu buzu etken yani. Haydi'den bir öğüt kılıp mandırış gerek. Bir devletmiş şundan kılış gerek. Şununla teyye buluş gerek. Oktay bize vatandaşlar öp çıkarsa vermiş normal vaa kılıp cennet kirgendek olmayındır. Oktay bizden devletine eğer çıkıp gelse veyranı kılıp patlıranı köydürüp çocuğu tutuşu mümkün olarsa. Onu Uygur halkı yani öldüğüm başta cabbarlık bilen Haydi'den kılıç mümkün. Kılıç gerek. Şu an bana neslerine nezarlık tutup durup bu emini riyalık değil. İddianısın bolsan bulmaydı o mutlaka bulduk. Mükemmel bulduk, hem işte hatırlayan tutumumuzu almak koyup, bana kıyaslıkla kırlak koyup, bunda yatandık. Yani bundan iş olmaydı bu dünya. Müstakil boğan için işimiz yıkılmayacak, devletin baş kuruş gerek, mandırış gerek, etrafı cumhurcu devlet var, onunla bir münasebet olmuş gerek, bu da aynı buysun, vatan aldak boğan için o işlerine kılıç dersene, Uygur halkı burunma kadar ne bunun için kılıdı. Şununla bu emme cihetin oynap durup, bununla bir millet, İddiye cihetin emez, herkes cihetin teyar buluş gerek. O teyarlıksız yok. Öyle oturabilir. Kıvrımı düşün, müstakillik arzuyum battı. Vaktay bir içkesi bir arzu, bir müstakillik bu kavramımızda mecel yakışma oldu. Ya bu mesaj ayacını basamayız. Bir radyolog çıkabilir, bir televizyonlar çıkabilir, bir aldığı mikrofonla bir şey çıkmak koysa aşağıda. O müstakil bu müstakil olmaydı. Yok olsa Kıtayla, bu diğerge bu işlemi özgermeydi bu dünyada. İşlemi özgermeydi. İşte özgür düşkün, abay men degende hemen cihette dava üstündeki adamlar büyük bir dana iyiye fikir bilen bu dava, uluk davanı mağdur işte. Halkımız bunun da kanlı cihette iyiye cihetinden teyarlıkını herkes cihette kollap yardım kılış gerek. Manda doğanda buludu boşuna. Ama ümit var mı? Ümit yok. Ama bu ümit ne? Hem halkımız ortak götüren mağlan neyken, bir günü bulmayı, bir günü bizim özümüzün dörtlüğü erişip, özümüzün dörtlüğünü bandırıp çıkarız. Rahmet Alim efendim, bu sual hakkında hazır yeni inçke bir neçe kısa bir tema çıkardım. Ama bunu sizden soraştım burun, yukarı şu çoğun tema hakkında avval Memtimin Ala efendimden bir göz kararlarını anlatıp versek. Onunla keyin sizni yana qayta qisqa bir vaqtingizni almasam olmaydi. Hamda hammanglar to'g'ri tushuringlar. Hozir Avstraliyada yarim kecha bo'lib ketdi. Sizni texatgan nashtini endi qilgan vaqtda sizni uyg'otib bu programga avvar qotimiz. Hamda bu vatan millat siz deb o'tgandek hammaylar shu bir badal to'lagan vaqtda bo'ladi. Bu vaqtda sizni yana qisqa bir inchki bir necha ba'zi anglagan to'rdoshlarımızning sizga bir savoli bor. Sel turib men buni qaytib yollayman.
Tövende yani kısa bir emmeyle bir çay aram şekilde bir vatan millet hakkında bir nakşı gireyli. Onundaki yana söhbetimize devam kılımız. Çıktın bugün seferge, tirikçilikte yan türüp, kaldı ketken yolunga, ata-anan telmürüp, gözleriga yaş ilip, süygünün tenha kaldı, kollarını şiltip, oğul kızın mı kaldı? Xudayımga amanet deb qadamni başlığın, aldındaki sırba yolga nazar taşlığın. Bu yolla uzun yolla, bu yolda ölüm tola, atam kaçan kilur de küterse bir balalar. Orab şirin uykular, ushbu yollar qo'ynida, ketdi jumulup ko'zlar, olamdan bo'ldi juda. Shum ajal ilib ketdi, dillarni vayron etdi, kuyimchan ham qadirdan azizlar o'lib ketdi. Ah jafokash musofir, birni ishki etelmay, ne düşürdün tentirab, texi uyga yetelmay. Dua qilib so'rayli Allohdan amanliqni, yo'lda yurgan musofir ko'rmasin yomonlikni. Xudayımga amanet deb qadamni başlığın, aldındaki sırba yolga nazar taşlığın. Bu yolla uzun yolla, bu yolda ölüm tola, atam kaçan kilur de küterse bir balalar. Ma'lum ulug' hey Allah, dua qilib so'rayman, yo'ldagi musofirni omonlig'ini tilayman. Amin. Assalamualaikum hörmətli radio anlıqçılar. Yuqorida yana Uyghur xalq naqşlarından yeni icad olan naqşlardan bir vatan haqqı naqşını anlap ötdük. Alim efendim bu şu Uyghur müstakilliği hakkında biraz toxtalıb ötdü. Mikrofonumuzda hazır Avustralya'dan Memtun Ela efendim bizden birle. Hürmetli Memtun efendim, yuqorida Alim Sidov efendim şu Uyg'urlarning mustaqilligidan umid bormi degan temaga o'zining bir muloyisini so'zlab o'tdi. Mushu tema haqida siz nimalarni o'ylaysiz? Zodi bizning mustaqilligimizdan umid bormi? Albatta bir Uyg'ur bo'lasiz bilan Uyg'ur mustaqillikdan umid yo'q deyishga aqlimni emas, shirkimni unamaydi. Ama bu sualın vəznini hem aklımı hem şirkimı
nayt bir sergek ve nayt bir tuygun bir şekilde his qilib turibdi. Çünkü bu intayin bir nayt bir çoğun bir tema, nayt bir çoğun qilib murakkab bir tema. Bunda deyishimizin sebebi biz yetmekçi bo'lgan ashu nishonninki murakkabligi dal mana shu savolga javob berishninki murakkablik tarafidan belgilangan. Xo'sh, mening javobim Uyg'urlarninki mustaqilligidan umid bor, lekin bu umidni ishga oshirish uchun nihoyatda uzoq bir uzunga so'zilgan bir strategiya bo'lish kerak. Anadan keyin buning uchun bir bardoshlik bo'lish kerak. Üçüncüsü bunun için nihoyatda bir bizningki nurg'unlagan odamlarimizning nurg'unlagan iqtidorli odamlarimiz, ziyolilarimiz bo'lsin, mayli bizningki korxonchalarimiz bo'lsin, mayli va yoki bizningki turli shu ma'naviy hayotning turli sohalarida xizmat qilayotgan bizningki davomli shaxslarimiz bo'lsin, mana mushlarningki badal to'lashiga muhtoj. Hamda Uyg'urlarning mustaqilligi mening qarashimcha bir mangulik bir ideya bu. Buni ideya deyishimning sababi Uyg'urlarningki bu mustaqilligi hozirning o'zida o'zini reallashtirmagan yoki o'zini amalga oshirmagan bir ideya shaklida, sap bir ideya shaklida mavjudlab turadi. Bizning hozircha o'zimizningki vatani bo'lganlar, lekin vatanimiz ishg'oliyat ostida. Ammo mana shu ishg'oliyat ostidagi vatanni ozod qilish, ya'ni bizningki ikkinchi jumhuriyatimizning qo'ldan ketgan ash fursatni qaytadan kelib, bizning 3-jumhuriyatimizni yoki bizningki mustaqil davlatimizni qurishimiz o'zi biz uchun bir adoqqa bir ideya, ham biz uchun bir maslak, ham biz uchun bir nishon, ham bizni bir yetaklaydigan, hamma ishlarimizni markazlashtirgan bir mayak bo'ladi. Xo'sh, bu mustaqillik bir maqsadkan, unda bo'lsa bu maqsadga yetishdagi vosita nima? Albatta bizningki mustaqilligimizningki qarshi turayotgan narsa Xitoydan iborat intayin qudratlik bir davlatdan iboratdir. Endi mush davlatninki mush ishg'oliyatidan qanday qilgan vaqtida Sharq Turkistonni ozod qilg'ili bo'ladi degan bu savol, uga javob berish uncha oson emas. Endi xabarimizda bo'lgandek bizningki ikkinchi jumhuriyatninki armiyasi Xitoylarninki 1949-yildagi turli shakldagi ilmiy va rangvozliklarga oldini sababidan ayni vaqtdagi O'rta Osiyo va unda xalqaro rayonlarda o'ynalgan katta o'yinning sababidan Xitoyga tortiq qilindi. Shuning bilan biz mustaqil milliy armiyamiz bor turib Xitoyninki ishg'oliyatiga urush qilmay turib uchib qoldik. Ammo shu 1940-yildan tortib askariy bir keng ko'lamli bir askariy bir to'qinish bo'lib boqmadi. Ammo Xitoylarga qarshilik mayli keng ko'lamli bo'lsin, mayli tar ko'lamli bo'lsin, turli shakllarda davomlashib keldi. Endi bundan keyin Xitoyninki demakchi o'g'lim bu bizningki 49-yilda hozircha Xitoylar ilib berayotgan urushimiz ko'proq bir psixik, ko'proq siyosiy sohadagi bir xil urushlar keldiki, hargizmi jang maydonidagi bir urush bo'lmadi. Menimcha bundan keyin bu Xitoylardan jang maydonida bir urushning bo'lishi intayin qiyin, hatto buni mumkinchiligi intayin oz. Endi uning garchi biz Xitoylardan jang maydonida emas, balki Xitoylarga uzunga so'zilgan psixik jihatdagi bir urush holatiga kiramiz. Ya'ni bu urushni qilib keldik, ham bundan keyin kiramiz. Bu toki bizningki mustaqilligimizni qo'lga keltirish davomlashdi. Endi bu xil psixik urushningki asosiy aloylik nima deb so'ragan vaqtingizda, bu usulninki bu psixik urushningki asosiy aloyligi bizdan uzoq so'zilgan bir chidamni, bizdan intayin bir dunyoninki vaziyatini tushunadigan, ham paytni tanlashni biladigan bir aql farosatni, ham bizningki barliq narsalarimizdan, mayli bizning pul bo'lsin, mol bo'lsin, jon bo'lsin, hammani badal qiladigan mushundaq irodalik kishilarimizningki bo'lishini, ham bizningki bizga yetakchi qila oladigan liderlarning bo'lishini talab qiladigan bunday bir ish. Bu bizningki mustaqilligimizningki psixik jihatdagi bir muhim bir shartlardan birisi. Uning ustiga Xitoydan qarsak yoki bizningki qarshimizga bo'lgan Xitoy qarsak, Xitoyning o'zimi hozir psixik jihatdan intayin bir cho'ng davlatchilik yoki o'zlikki
hozirgi ahvoliga mos kelmaydigan darajadagi bir xil bir cho'ng davlatchilik bir ideyasidan bir xil huzurlanib o'zini xudini bilmayotdi. Xitoylarninki yat millatlarning qo'lidan qutulganiga tehi 100 yildan ozroq oshdi. Ya'ni eng oxirgi Chin sulolasidagi manjularning qo'lida Xitoy 300 yil ortiqroq yashagandan keyin endi Xitoylar 100 yildan keyin endi qad ko'tarib o'zining bir davlatga egallab, uni davlatni dunyoga tanitadi. Mushundaq avvalosda hozir Xitoylar intayin bir siyosiy jihat bo'lsin, mayli harbiy jihat bo'lsin, mayli iqtisodiy jihatda o'ziga bo'lgan ishonchi intayin ziyoda. Mushundaq ahvolda mushu Xitoylar bilan qanday qilib turib o'zimizningki mustaqillikni qo'lga olamiz degan bu masala intayin bir murakkab masaladir. Xo'sh, endi dunyoda o'zininki mustaqilligini uzun yillik diasporalardan keyin olgan millatlarning qatorida oldi bilan Yahudilarni sanab o'tish mumkin. Yahudilar miloddan burun o'zininki ashu aslidagi yurti bo'lgan Falastindan Rim imperiyasi tarafidan qo'g'lab chiqarilgandan keyin 2000 yildan ortiq dunyoning har qaysi joylarida diasporalik hayotini yashab, eng oxirisi ana o'tgan asrda o'zininki mustaqil davlatini qurib chiqdi. Endi Yahudilarninki mustaqil davlat yoki Yahudilarninki o'zi yashayotgan aşı davlatlarda osmonasi olib ketmay, bir millat sifatida uyushib, eng oxiri o'zininki davlatini qaytadan qurib chiqishdek mushundaq bir ulug'vor planning amalga oshishdagi eng xalqlik omillar qaysi desa, buningdek omillar intayin nurg'un. Lekin meni qarshi buningda asosiy ikki omil muhim o'rin turdi. Birisi Yahudilarninki o'zining diniy e'tiqodi bo'lgan Yahudizmga bo'lgan uzul kesel ham tavranmas bir e'tiqodi. İkincisi bulardagi to'liq toshgan bir aql farosat. Mana bu ikki narsa bularninki o'zininki e'tiqodini tushuntirish, o'zining jamoatchiligini chin tutish, o'zininki hayotligini chin saqlash, shuningdek ularninki iqtisodiyotni boshqa taraf chiqishi, iqtisodiyotni boshqa taraf chiqish orqali dunyoninki nurg'un sohalarni kontrol qilishdak mushundaq bir ustunlikni ega qildi. Bu ustunlikda eng oxirisi Yahudilarninki o'zining davlatini qurishiga turklik rol o'ynadi. Endi Uyg'urlarni Yahudilarni serishtirsak, buningdagi farq intayin nurg'un. Ham buningda mayli diniy jihatdagi farq bo'lsin, mayli ma'rif jihatdagi farq bo'lsin, mayli siyosiy tuzumida yashash jihatdagi farq bo'lsin, nurg'un farq bor. Lekin buning ichidagi bir narsa yoki bizningki Yahudilarninkidan o'rnak qilishlik bir narsamizning o'zi nima desa, bizmi o'zimizningki dinidan nati tushuntirishimiz, ikkinchisi bizmi o'zimizni ma'rif orqali o'zimizning ixtisosli kishilarimizni yetildirib chiqishimiz kerak. Endi bu Uyg'urlarninki kelgusidagi mustaqillikni amalga oshirishdagi muhim bir omillarning birisi. Lekin buninglarla Uyg'urlarning mustaqilligidan umid kutish yoki amalga oshirish yanada baldirlik qildi yoki bunday bir xil oddiy deb qarashildi. Endi biz buningdan sirt yana uzuq tutilgan strategiya kerak dedik. Buning uchun endi biz Xitoyninki hozirgi ahvoliga qarab baqsak, avval gapimizni Xitoydan boshladi. Xitoyning o'zining ishidan hozir Xitoylar qarmoqqa dunyoda intayin bir g'oyat zo'r bir kuch sifatida o'tirib chiqqan bilan, lekin Xitoyning ishidagi krizlar va krizlar intayin nurg'un. Birinchisi Xitoyning ishidagi eng chong krizning o'zi Xitoyninki tuzilmasidagi siyosiy tuzilmasigi. Ya'ni Xitoy hozir hukumatlik shakldagi bir tuzilma. Bunda bo'lgan vaqtda kommunizm yoki hozirgi kommunistik partiya hukmronligidagi bir partiyalik bir davlat hamdi bu. Bunda bir davlatda boshqa bir ovozlarninki yoki o'qituvchi kuchlarninki yoki partiyalarninki o'tirg'i chiqishi yoki ularninki o'zining fikrini bayon qilishi, siyosiy hayotga erkin qatnashishi, ularninki davlatninki cho'ng-cho'ng ishlarini qaror qilish bosqichlariga qatnashish qatorliq jihatlarda cheklanmaga uchraydi. Bu yerda bir partiyaning monopollik nimasi bor. Ammo Xitoyninki iqtisodining ishi Xitoyninki o'rta qatlam burjaziyasining shakllashishiga yo'l ochadi demdi. Xitoyning o'rta qatlam burjaziyasi yo'l ochildi degan gap, Xitoyninki o'rta qatlam burjaziyasi bular o'zida texnika ko'proq erkinlikning bo'lishini, ya'ni bu so'z erkinligi, matbuot erkinligi, erkin uyushish erkinligi, diniy e'tiqod erkinligi, qatorliq nurg'un erkinlikdan o'sishadi. Bu Xitoyga borgan sari bu ta'sir ko'rsatib ham Xitoyga besim tushiradi Xitoy hukumatiga. Lekin Xitoy hukumatininki bu o'tir qatlam bu
kişilerinki bu hozirgi internetdan foydalanishi, internet orqali yeni ham dunyoning boshqa dunyoning boshqa joylarida yuz berayotgan ishlardan yeni ideyalarni tunishishi, boshqa dunyoning xalqaro vaziyatini tunish qatorliq jihatlarda dunyoning xili ma'lum bir o'tiral saviyasida yetyapti. Yoki bunday bir qavati bular dunyoning tunishi, bularningki insonningki bu dunyodagi eng tubki bir huquqlarni bir so'ga erkinlik bo'lgan talpinishi asta bir suratida. Buningda internetning roli intayin zo'r. Endi mana mushu iqtisodiyotning gullanayotgan mushuk o'tir burjuaziya qatlamininki Xitoyninki oxirsi hukumatga nisbatan elbetqanda yoki hozirgi bir partiya tuzumidagi mustaqil tuzumni oxirsi demokratik tuzumga yoki yana boshqa tuzumga aylantirishga bo'lgan turklik kuchiga sal qarashga bo'lmaydi. Lekin buning baldırlik qildi, chunki bularning kuchi texnik pishib yetilmadi. Ammo bu hech bo'lmasa hozirning o'zida Xitoyninki siyosiy vaziyatiga xili zo'r ta'sir ko'rsatdi. Ikkinchisi Xitoylardagi ishsizlik masalasi. Xitoydagi ishsizlik masalasi u Uyg'urlarning ishsizlik masalasi qo'yib qaptilar, chunki Uyg'urlarning ishsizlik masalasi intayin ig'ir. Uyg'urlarning ishsizlik dunyoda eng oldin o'rin turadi deb qarayman men. Ammo Xitoyning o'zining ishsizlik masalasiga qarasak, Xitoyda ish haqqini o'stirishni talab qilish, hozirgi o'zining xizmat sharoitini yaxshilash bo'lgan sadolar bilan bir vaqtda Xitoylarning yana birisi ishsiz qoldirilgan vaqtda bularning turli shakldagi haq talab da'volari bag'asiri ko'zi ko'rinib Xitoylarda bir xil sal qarashga bo'lmaydigan bir ijtimoiy masalaga aylanadi. Shuning uchun Xitoydagi ishsizlik masalasi kelgusidagi Xitoyning ijtimoiy jihatda bir turoqsizlikning bir muhim bir omil bo'lishi mumkin. Chunki Xitoy garchi har qanday iqtisodiy taraqqiyot ketgan bilan bu 1 million 300 million xalqninki bu ishsizlik masalasini bir taraf qilish Xitoy uchun uncha osonga to'xtamaydi. Bo'lib bu mashinlashish yoki Xitoyninki xalqarodagi so'zjatdagi turli shakldagi qiyinchiliklari xalqlarninki Xitoyninki hozir iqtisodiyotdagi uzluksiz bo'lgan intayin bir xilqi ansirish sababini Xitoyni kontrol qilishdagi ba'zi bir siyosatlari Xitoyda nurg'ulg'an ishsizlarni keltirib chiqardi. Mush jihatda bir vaqtda bu ishsizlar kelgusida Xitoylarninki ijtimoiy muqimsizlikni keltirib chiqargan yana bir muhim omil. Uchinchisi Xitoyning harbiylari. Xitoylarninki harbiylari garchi kommunistik partiyaninki qo'qituvchi qismlari sifatida qaralsa-mu, lekin Xitoyning harbiylari ishidagi chiriklik va ularning ishidagi bosh-boshdoqlik qatorliq ularni hattoki intayin rayon ma'lum bir rayon markazlashgan jihatdagi bir xillik markazga qichish xohishlarining hammasi Xitoyning kommunistik partiyasidan armiya o'tirishga munosabatdagi uzunga so'zilgan nihoyatda bir xil bir-biriga sodiq bo'lish xarakteridagi munosabat emasligini tushuntirdi. Agar Xitoyda bir ish bo'lib qolsa, agar Xitoyda armiyasida bir ish bo'lib qolsa, Xitoyningki bunda bir davolg'ishni yoki armiyaningki mayli yuzi o'rishi bo'lsin, yoki armiyachi to'polaq bo'lsin, yoki armiyaningki boshqa bir shakldagi tasvir qarshilikni ko'rish bo'lsin, bu vaqtning o'zida bu kommunistik partiyaningki halok bo'lishiningki boshlanishi bo'lib qolishi mumkin. Anadan to'rtinchisi Xitoylarninki hozir o'zraligi bu har qaysi rayonlar o'tirisidagi iqtisodiy jihatdagi tengsizliklar, taraqqiyot jihatdagi tengsizlik sababidan har qaysi rayonlar o'tirisidagi raqobat ham har qaysi rayonlar o'tirisidagi ichki bir nizo texnik kuni yo'q. Mush jihatda elbet qavatda bu Xitoyninki bir markazga yig'ilgan kuchni uzun muddat tutib turishini nisbatan nihoyatda bir adamning gumonini qo'zg'aydi. Anadan keyin yana bir masala Xitoylarninki hammamiz bilganimizdek parxo'rlik masalasi intayin ig'ir hamda. Xitoyninki parxo'rligi dunyodagi agar 10 parxo'r davlat bo'lsa, Xitoy buning ichiga kirdi. Xitoyning bu parxo'rligi Xitoyning ommasini g'azablantirayotgan intayin eng cho'ng bir ijtimoiy masalalarning birisi. Shuning uchun Xitoylar hozir mayli Xitoyning armiyasi bo'lsin, mayli Xitoyning soqchilari bo'lsin va hattoki Xitoyning hukumat organlarida ishlagan har qanday bir shaxs bo'lsin, hammasini parxo'r deb qaraydi. Ham bularni xalq uchun ishlamaydi, ham xalqning manfaatining aks ish qiladi deb qaraydi. Shuni ko'rinishi bo'ladiki, mana shu Xitoyningki muassasasi uchun ishlaydigan ham Xitoyningki kommunistik partiyasiningki mustahkamlashi va uningki davomlashishi uchun kuch sarf qiladi, ham o'sha sadoqatlik bildirib deb qaralgan mana mush bir to'p kishilar bilan Xitoyningki boshqa odatli puxlar o'tirisidagi ziddiyat intayin cho'nqur. Bu kunsir irg'ilishayotgan bir ziddiyat. Mana shunday ahvol ostida bu parxo'rlik masalasi Xitoy uchun kelgusida intayin zo'r bir masala. Garchi Xi Jinping
Xitoylarninki parxodlik masalasini mayli yo'lbos bo'lsin, mayli chivin bo'lsin, hammasini bir tutashmada yo'qtiman deb jarsilayotgan bo'lsa-mu, lekin parxodlikni u Boşilaydek yoki Joyunkangdek bir necha odamni jazolashdan tugatib bo'lmaydi. Nimishqa? Chunki buningki parxodlikni yetishtirayotgan eng cho'ng bir tuproq dal Xitoyninki bir partiyalik tuzumi. Ya'ni Xitoyninki bu yerda bir ochiq oshkor shakldagi saylam tuzumininki, qaror belgilash tuzumininki yoki boshqa shakldagi hech qanday bir demokratik bir kanallarning bo'lmasligi. Shuning uchun Xitoy o'zi saylaydi, o'zi yurgizdi, o'zi jazolaydi. Buning nisbatan degan vaqtda bu odamlarning hech qaysi xalq javobgar bo'lmaydiki, faqat Xitoy kompartiyasiga javobgar bo'ldi. Bunda bo'lgandan keyin ular kompartiyaga ishladiki, Xitoyning xalqiga ishlamaydi. Shuning uchun ular Xitoyning kommunistik partiyasini vaqt kelib qolgan vaqtda o'zining partiyasini qo'g'dash uchun bunda bir parxorliklarningki nimasiga sukut qilib turdi yoki bunga yo'l qo'ydi. Mushunda afalasi elbetga vaqtida Xitoyninki mush parxorlik masalasi eng og'irida Xitoy xalqininki Xitoyga qarshi qo'zg'alishningki yana bir cho'ng bir omil bo'lib qolishi mumkin. Andan keyin eng oxirgi yana bir cho'ng bir Xitoydagi ijtimoiy masalaning birisi Xitoydagi bu muhitning buzilishi intayin og'ir. Hattoki bizninki yaqinqi ahvollardan ko'rganimizdek Beijing masalan Xitoyninki poytaxt bo'lgan Beijingdagi hozirgi havoning bulg'inishi intayin og'ir darajaga bordi. Endi mushundaq ahvolda Xitoyninki fuqarolarininki muhitning bulg'inishi nisbatan ko'tarayotgan chuqonlari va qilayotgan qarshiliklari kundan kuniga ko'zga ko'rinarli bo'lib o'tadi. Mana mush jihatda elbetga vaqtida Xitoydagi mush muhit bulg'inish masalasimi Xitoyninki ichki qismidagi intayin yana bir cho'ng bir tinchsiz omillarninki birisi deb qarayman. Demak, yuqorqi omillarni yig'ib elib aytgan vaqtimizda Xitoyninki kelgusida tinch ham yoki Xi Jinping degandek ijil inat bunday bir jamiyatning bo'lishi nəhayətdə ehtimaldan intayin icra. Dəl Xitayning jamiyati ijil inaq bo'lmaganligi uchun Xi Jinping amalsiz ijil inaq jamiyat qurishdan iborat bunday bir safsatini ko'tarib chiqadi yoki bunday bir tashviqotni qilishga majbur bo'lib hozir. Demak, Xitoyning ichki siyosatining tahlilidan iborat mushu analizini yig'san, Xitoyningki kelgusida oldi o'shadan xisr intayin ko'p. Bu xislar eng oxirisi yoki Xitoyni parchalaydi, bu parchashniki oqibatini tasarruf qilib bo'lmaydi yoki Xitoyni demokratik yoki hech bo'lmasa yarim demokratik shakldagi bir xil siyosiy tuzilmaga minishga asta majburlaydi. Xitoyningki hozirgi ahvol elbetga vaqtda har qanday bir temir mush yoki har qanday bir rejim yoki intan qattiq bir harbiy tuzumdagi bir xil siyosiy atmosfera Xitoyningki eng oxirisi bir partiyalik tuzumdan iborat mushundaq bir mustaqil tuzumni qurib qilishdan oldin ilib bo'lmaydi. Eng oxirisi Xitoy mushundaq bir yo'lda mangadi. Endi Uyg'urlarning mustaqilligini Xitoyning mana mushkil yuzlanishdan yoki saqlanib bo'lmaydigan mushkil yuzlanishninki bir ramkasini ichiga qo'ygan vaqtimizda Uyg'urlar nima ish qilish kerak? Bu nuqtada ilib o'tgan vaqtda bu albatta Uyg'urlarninki kelgusidagi siyosiy jihatdagi butkul kelgusi ahvollarininki ko'p qismi Xitoylarninki kelgusidagi siyosiy taqdirlar intayin zich bog'lanib ketgan. Xitoyda qachoniki cho'ng bir o'zgarish bo'ladi ekan, yoki Xitoyda parchalanish bo'ladi ekan, yoki Xitoyda federatsiya tuzumi shakllanadi ekan, yoki Xitoyda yarim demokratik siyosat bo'ladi ekan, yoki Xitoyda demokratik shakl tuzum bo'ladi ekan. Buning hammasi Uyg'urlarning kelgusidagi siyosiy ahvoliga jumladan Uyg'urlarning mustaqilligiga intayin cho'nqur ta'sir ko'rsatdi. Shuning uchun endi mush ahvollarni nazarda tutgan vaqtimizda biz Uyg'urlarningki hozir qilmoqchi bo'lgan ishimiz Xitoylarningki butkul o'zgarish ahvollariga diqqat qilish ham ularningki har bir o'zgarish ahvoliga qarata bizda shuningga qarata aniq bir strategiya bo'lishi kerak. Ya'ni Xitoylarningki umumiylik o'zgarish ahvoli bo'lsa Uyg'urlar qanday qilish kerak? Uyg'urlarningki yoki Xitoyning qisman siyosiy tuzilma ahvol bo'lsa, mushlarning hammasini hozirdan boshlab o'zimizningki kelgusidagi strategiyamizningki kun tartibiga kelishimiz kerak. Bu uzunga so'ziladigan ahvol. Yoki Xitoylar 20 yilda parchalanishi mumkin, yoki 50 yilda parchalanishi mumkin.
mana mush vaqtgacha biz hozirdan boshlab intayin ongli holda, intayin sistemli holda, intayin bir aqliy bir shaklda Xitoyningki butkul yuzinishini analiz qilib, ularning kelgusi taraqqiyotiga nisbatan oldin ko'rarlik bilan strategiya tuzib olishimiz kerak. Ama hozir avval aslida bu to'g'risida bizdagi bu xizmatlar obdan ishlanmadi. Bizdeki hozirgi qilgan ishlarimiz mana mush strategiyani oldimizga qo'yib, nurg'ulg'an mutaxassislar o'zimizdagi Uyg'urlardan chiqqan mayli olimlar bo'lsin, ziyolilar bo'lsin, tadqiqotchilar bo'lsin, mana mush haqda intayin keng ko'lamli tadqiqot berish, muhokama munozir qilish ham bular uchun uzun muddatli bir strategiya qilib chiqish kerak. Bu Xitoyning ichki qismining dalili. Hamda xalqaro nuqtada ilib o'tgan vaqtimizda Xitoyningki bu dunyoga bosh ko'tarishi ayni vaqtda Xitoy tarafidan asti ko'tarilish yoki yumshoq ko'tarilish deb tushuntirildi. Amaliyotda Xitoyning endi hozirgi ko'tarilishi yoki hozirgi taraqqiyoti Xitoyning ayni vaqtdagi atalmish yumshoq ko'tarilishningki haqiqiy aptibashisi ichbat. Ya'ni Xitoy ko'tarilib bo'lgandan keyin hozir o'zining atrofidagi qo'shnilar masalan Yaponiyaga bo'lsin, Filippinga bo'lsin, Vyetnamga bo'lsin, xirs qilyapti. Bu xirs qilishning asosiy sababi Xitoy o'zini tinch o'kanda qapsilib qoldi yoki Amerika boshchiligidagi Xitoyga qarshi kuchlar tomonidan tinch o'kanda qapsilib qoldi. Mening uchun tinch o'kanda ochiq oshkor bo'lishi kerak. Mening hozir o'zimningki tinch o'kandagi hukmronligimni amalga oshirgan vaqtim keldi deb o'ylayotdim. Ammo lekin Xitoyningki mushu siyosatiga qarshi Obama o'zining tashqi siyosatini mushu tinch o'kan rayonlarga yutkidi. Endi Amerika bilan Yaponiya, Filippin va Vyetnam o'rtasida intayin, hatto Avstraliyalar tuzoqda hozir bular o'rtasida intayin bir kuchlik bir harbiy bir shakllanadi. Demak, Xitoyningki bu bosh ko'tarishi bu atrofdagi davlatlarning jumladan Amerikani intayin xotirjamsizlashtirdi. Mush nuqtada elib o'tgan vaqtida Xitoyningki bu xalqaro sahnada bundan keyin Xitoyning bir cho'ng bir xiris qiyg'ish davlat shaklida to'nilishi meni texnikada ina qoldi ham texnikada shuna cho'ng qilishi. Albatta, xuddi osmonda ikki quyosh bo'lmagandek, dunyoda ikki dunyoni so'raydigan ham dunyoni kontrol qiladigan ikki kuch birga mavjud bo'lib ya'ni bu Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi to'qinish uzunga so'zilgan to'qinish edi. Endi biz agar Samuel Huntington'ningki madaniyatda o'rtasidagi to'qinish degan nazariyasini olib qolsak, agar bu yerda kelgusida agar ash nazariyaningki yo'linishlar maqsad bu dunyoda kelgusida g'arb davlatlarini asos qilgan bu Anglo-Saksonlarni asos qilgan bir kuch bilan bu Xitoy o'rtasidagi hem başka güç blokları yoki kuch dairələr ki çox bir to'qinish bo'lmaydi. Albatta, hozir yadro davrida yashayapmiz. Hozir bir davlatda yana bir bo'lib cho'ng davlat o'tirishga urushni tasavvur qilish intan qiyin tushdi. Urush uncha oson bo'lmaydi. Ammo lekin Xitoyda iborat mana shunday atrof xiris qilayotgan ham o'ziningki intayin bir g'aldirlik bilan boshqalarga besimchish qo'rqitish shaklidagi shunday bir shakl orqali o'zining kuchini dunyo ko'rsatgan bunday bir davlatni qarshi turishda Amerika qatorli g'arb davlatlarininki urush qilishdan boshqa nurg'unlagan taktikalar bor. Mana mush taktikalarning ichiga qanday qilgan vaqtda Uyg'ur masalasini kirgizish bu intayin muhim o'rin tutdi. Demak, chet elliklarninki Uyg'urlarninki bo'libmi? Amerikaninki Uyg'urlarninki Xitoyni agar Xitoyni kontrol qilish nuqtasida Uyg'urlarning foydalanish g'arzi bor deb qaralgan vaqtda ularningki Uyg'ur masalasida oldinda o'ylashgan temasi bunda ish bo'lishi kerak deb qarayman. Birisi zodi Uyg'urlarda davlat qurg'udek iqtidor bormi? Ikkinchisi Uyg'urlarning qurmoqchi bo'lgan davlatining xarakteri qanday? Birinchi savolga kelsak, Uyg'urlarda davlat qurg'udek bir qudrat bormi? Buningda biz asosan Abime azat deb o'tib ketgandek Uyg'urlarningki davlat qurish qudratining bor yo'qligini sinaydigan omillarning birisi Uyg'urlarningki chet elda qurayotgan tashkilotlarningki qanchalik darajada xalqaro bir safoga va saviyaga ega bo'lishi. Anandan keyin ikkinchisi mushu tashkilotlar ichidagi
Uyg'urlarninki siyosiy yo'llarninki, kishi huquq tashkilotlarininki ularning qarashi, g'oyasi, tarbiyalanishi va qatorliq nurg'unlagan omillarni Amerika qatorliq davlatlar intayin inchiklik bilan tekshirdi. Hamda ikkinchi cho'ng masalaga kelsak, Uyg'urlar qurmoqchi bo'lgan davlatning xarakteri qanday bo'ladi? Ya'ni bu davlat demokratik davlat bo'lamdi yoki Afg'onistonga o'xshash bir xil buni inglizcha secularistik deymiz, dinni asos qilgan shakldagi bir xil mustabid bir davlat bo'lamdi degan shakldagi savol oldu. Mush jihatda ilib o'tgan vaqtda Uyg'urlarninki bu savollarning nisbatan intayin inchik bo'lishi hem bu savollar javob berish emas, bu savollar aks etgan ash bir xil kuchishni o'zining harakat orqali isbotlay olish kerak. Yani albatta Uyg'urlarning quradigan davlatda demokratik shakldagi bir davlat bo'ladi. Uyg'urlar o'zlarininki davlatini qurishda g'arbninki demokratik jihatdagi nurg'un o'rnaklarini din qabul qiladi. Hamda g'arbning hozir qo'rqayotgan yeri agar Uyg'urlarninki masalan hozir Xitoy Uyg'urlarni mayli o'zining Xitoyning o'zining xalqlariga bo'lsin, mayli dunyoga hozir terrorchilik ko'rsatmoqchi bo'lyapti. Bu terrorchilik ko'rsatishninki yana bir jiroq nuqtadagi bir strategik Xitoyda ahamiyati shuki, Xitoylar Amerikaning so'ramoqchi bo'lgan as savoliga mundaq javob bermoqchi bo'ldi. Sen agar Uyg'urlarga o'zining davlatini qurg'izmoqchi bo'lsang, bu bir terrorchilar qurgan bir davlat turdi yoki bu sen Afg'onistonning yeniga yana bir ikkinchi Afg'onistonni qursa, 5-ga texidimi cho'ng balon topsa degan narsani hozirdan boshlab shu narsani shuni ul hozirlab menyapti. Shuning uchun biz mush nuqtaga kelgan vaqtda Xitoyninki mush turli tashviqotlarga qarata intat sagil ham uni inkor qilishimiz shunlar bir vaqtda butkul g'arbni jumladan butkul g'arbdagi intat ochqishda g'arb davlatlariga nisbatan o'zimizningki qanday davlat qiladiganligimizni eg'izlamas. U egizlik gapga ishlab ketmaydi. O'zining harakatimiz orqali, o'zimizning strategiyalarimiz orqali ham bizningki milliy mustaqillik ideologiyamiz orqali ularni ishontirishimiz kerak. Mana bu ikki savolga javob oshlarni qoyil qildig'idek darajada berilgan vaqtning o'zida agar shular haqiqatan Sharq Turkistondagi va Tibetniki mustaqillikni qo'llash orqali yoki demokratiyani ilgari sursin, yoki Xitoyni parchlash maqsadiga yetmoqchi bo'lsin, yoki o'zidagi rayondagi turli shakllardagi geopolitikal yoki jug'rofiyaviy politikal shakldagi to'qinishlarga hozirlamoqchi bo'lsin, mush jihatda bu intayin muhim bo'lib turdi. Endi Uyg'urlarninki dunyodagi ikki cho'ng kuchlik harbiy davlatning o'rtasiga joylashib kirishdek bu jug'rofiyalik qismati Uyg'urlar uchun intayin cho'nqur bir ahamiyatga. Hattoki buni bizningki endi bir pishonimizning ta'tirligi deb tushunsak bo'ladi. Ya'ni bu ikki davlat Xitoylar, Rossiya. Rossiyaninki ikkinchi dunyo urushida Sharq Turkistonni Xitoyga berib o'tganligi hammamizningki esida bo'lsa kerak. Men bu jihatda chiq to'xtalmayman. Endi bundan keyingi bizning strategiyalarimizmi Xitoy va Rossiya o'rtasidagi munosabat yana oldimizga tashlanadi. Bu ikki munosabatdan qochib qutulla olmaydi. Chunki biz shu ikkisining o'rtasida qisilib yashaydi ekanmiz. Bu yerda bu ikkisiningki o'rtasiga intayin nozik munosabatdan yaxshi foydalanishimiz kerak. Endi oxirsida men bu dunyoda Uyg'urlarning mustaqil bo'lishiligi hamda yana bir muhim bir masala dunyodagi hamda eng chong bir tashkilot bo'lgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining rolini o'ylash kerak. Bir minut turay, bir minut. Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Yuqorida Mamtunala efendim o'zininki mustaqillik haqida ko'z qarashlarini qanday bo'lganda mustaqillik qo'lga keldi va bundan umid bormi degan temani maxsus to'xtalib o'tyapti. Bu haqda masalan kallanglarda tushuncha aniq bo'lmagan yuqorida bu savolga Olim Sitov efendimmi o'zining fikrlarini so'zlab o'tdi. Kallanglarda aniq bo'lmagan bir tushuncha bo'lsa, o'tirg'a bizga savol shaklida Uyg'ur radio chekit.com adresiga kirish orqali bizga aloqa qila olasizlar va yoki mushu tema haqida
men bir so'zlab baqay degichilar bo'lsa, kelar haftalik yoki ondan keyingi hafta programmalarimizda biz bilan aloqa qilgan bo'lsanglar, chunki chet eldagi hamma Uyg'urlarni men shaxsan tanimayman. Bir qism akalarimizga, adlarimizga xat yozib qo'ydim. Aloqa o'rnatishga tirishyapman. Bu tema hamma Uyg'urning o'zining ichida bu vatan avval o'zimizning qalbimizda bir azod bo'lishi kerak. Buni oldin qaptidagi suhbatlarimizda boshqalarimiz so'zlab o'tgan. Shuning uchun hammalar mushu temani o'zimizdan bir so'rsak, bunun qarta mesela Memtimnala efendimning bugun yoki Olim Sitob efendimning bergan tahlillariga agar to'liq qo'shilamsizlar, agar qo'shilmagan taraflar bo'lsa qaysi nuqtalarda qo'shilmaysizlar, buni ochiq oshkor holda mushada savol shaklida o'tirib qo'ysanglar va buningga Memtimnala efendim, Olim Sitob efendimlarning takror javobini olsak. Programımızı yani devam kılaylı. Memtunlar efendim, siz bayır aldı. Devam kılın. Ben bana ki aksın düştüğüde şunun bilen biz Birleşken Devletler Teşkilatı'ndaki kalsak, Birleşken Devletler Teşkilatı'ndaki 5 Xavfsizlik Kengişinin azasındaki birisi Xitay. Bu hem de Şərq Türkistan meselesindeki bu eğer Şərq Türkistan meselesini xalqaranınki qaide tertipleri bilen intayın tinç yoldan hep barımız diye vaktimizde bunun da bir çoğun bir tosalgı buludu. Biz hem de üyedik Rusya'nın ki qaysi xil meydan turduğanlığını bilmeyimiz. Ama bu intayın kıyın güçlüdür. Demek çoğunum. Ama Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ki hem de dünyada başka bir çoğunrak bir devletin ki desteksiz başka bir devletke müstakillikni berip etken yakın ahvallar intayın az hem de tarihte. Bu yerde hem de Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ki rolünü ben Uygurlarning ki müstakillik buluşta intayın zör depmi qarab ketmeymen. Lekin eğer şarait pişip bitilgen vaqtida Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ki güçüden ve onun nopozdan paydalanış hem bizimki hem kelgüsü stratejimiz bir kısım bulaş gerek dep qarayman. Hem de gepimni yıksam bizimki hazırki Xitayga karşı karşılıklarımızdaki köp kısmı bu bizimki müstakillik hareketimizdeki amelga işdeki intayın bir muhim bir terkibi kısımlarınki biri. Bularınki muşu karşılıklar bilen Şarkı Türkistan'ın meselesi aldı bilen Xitay'ınki içide siyasilaştı. Yani bir yerde Xitay bu karşılıklarını besleyiş için şu güçlerge karşı duruşta ibaret muşundan bir sepsetlerini götürüp çıktı. Hem de hazırının özü de terörizmi karşı duruşta Uygurlarını hazır terörçüler kalıp köz oturdu. Hem de bu yerdeki eğer sizler Xitay'ınki bayanatçısı Honglay'ınki yakını degen gepege dikkat kıysanlar, yani 22 may Ürümçi vakasındaki gepege dikkat kıysanlar, bu vakayını bütkül insaniyetke karşı vakada şerifledi, yakşında tabir verdi. Demek Uygurlarını hazır Xitaylar bütün insaniyetinin düşmanı şekliyle eklevadı da hem de hazır. Ama lekin şununla bir vakitte Uygurlarının meselesi misli görülmegen derecede hem de xalqaralaş. Yani xalqarada Uygurlarının muşqitimlik vaka sebebinden Uygurlar meselesini tilga almagan birmu çoğun xalqaralıq matbuat qalmadı. Uygurlarının meselesi muşqitimlik vakadan hem bunundan burunqi vaka bulapmı ötken muş yılının içinde muşu İlham Toxtununki tutuluşu hem onundan keyin bunu aldı elbette bağa onundan keyin AKP'den yüz bergen karşılık hareketlerinin hemmesi dünyaya şundak bir güçünü yetkizdi ki Uygurlar Xitaylar bilen İlham Toxtudek ana özününki kahraman oğlan arkalık akli hem adimi bir diyalogni kurup çıkış arkalık Xitay'ınki özününki asas kanun içindeki hak hukuklarını talep kılıştan ibaret işide Uygurlar mağlup oldu. Yani Xitaylar Uygurlarınki bu talebini rad kıldı. Rad kılganda bu inten kopallık olan insanga yani insanlık yat olgan bir şekilde rad kılır. Aşı fikrini oturup koygan İlham Toxtun türmege kalmadı. Onundan keyin işlerin hemmesi şu demek diyalog tükkenden keyin Uygurlar özünün hak hukukunu qoğdaş üçün hem özününki millet yo'qolib ketmesi üçün qo'lidan keldigan bütün amallar bilan Xitoyga qarshi turdi. Mana bu dunyoga yo'llangan uchur. Hamda mush uchur bilan agar bundan keyin
Muşunda şekildeki nurgun işler, nurgun karşılıklar buldu. Jirak nokta elbette vaxtida aldı bilen muş karşılıklarının ki sebebin dünya kanda düşündürüş. Anandan keyin qandaq qilgan vaqtimizda xalqimizni texidib oz badal to'laydigan, lekin texidib ko'proq siyosiy unumga ham xalqlarning qo'llashini keltira oladigan mushundaq bir holat keltirib bo'ladi degan masalada bizningki yana oldimizga olib boradigan, uzunga so'zadigan, tashviqat vatan ichida olib boradigan, vatan sirtdagi xalqimizga olib boradigan, ham chet eldagi turli hukumat organlari ve kişi hukuk teşkilatları qatorliq olib boradigan uzun muddatlik tashviqot faoliyatimiz ega. Bular vatanimizning ichida garchi qarshi ko'rsatayotgan bo'lsa-mu, lekin bu qarshilikning nega olib boradiganligini bilishga intilayotgan aşı xalqimizga aniq bir siyosiy strategiyani bildirishdan iborat bizning bir boshlatib bo'lmaydigan bir ham milliy, ham siyosiy, ham strategik bir majburiyatimiz bor. Hamda xalqimizningki berayotgan badallari intayin ko'p bo'ldi. Hem bundan keyin xalqimiz bu badallarni bera oladi. Ammo bizningki uzun so'zligan mustaqillik ko'rishimizni ilib o'tgan vaqtimizda mush xalqimizningki mush badal to'layotgan mush xalqimizni yetaklashni biz bir kun to'xtatib qo'ysak bo'lmaydi. Bular bizningki yetaklashimizga muhtoj, ham bizningki mush orqali nega boradiganligimiz to'g'risida aniq bir javob berishga muhtoj. Hamda gapimni oxirisiga kelsam, bu Sharq Turkistondagi mustaqilligidan umid bormi degan vaqt umid bor. Ammo bu umid uchun nihoyat zo'r kuch sarf qilib, uzun muddatlik abay deganimdek strategiya ketadi. Buning uchun pul bolalarning puliga ehtiyojli bo'lamiz. Aqli bolalarning aqliga ehtiyojli bo'lamiz. Yoki qo'ldan ish keladigan hunarvanlarimizningki hünərlərə ehtiyac qılımız. Hər qandaq bir Uyğur, yəni Şərq Türkistandan ibarət yo'qolmas bir ideyani amalga oshirman yoki dövlətimni amalga qaytadan qurishni amalga oshirman degan har bir Uyg'urning har qanday shakldagi bir yordamiga biz muhtoj bo'lamiz. Bu ehtimol biz bu asrda ishni mustaqil bo'lishimiz mumkin yoki kelar asrda mustaqil bo'lishimiz mumkin. Shunda bo'lgan vaqtimizda bu yerdagi savol nima degan vaqtda biz Uyg'urlar mana mush amalga oshirish uchun qancha uzun ish qila olamiz? Qaysi xil moddiy va ma'naviy boyliqlar bilan ana shu kunni ko'rish ham shu kunni amalga oshirish uchun o'zimizni uzluksiz bir berishlash ro'yi bilan avlod mang'alaymiz. Bu intayin muhim bir savol. Muhim bir masala ham bu hammamizni oldiga qo'yadigan intayin bir muhim bir savol. Buning uchun bizningki mayli vatan ishlik bo'lsin, mayli vatandan sirtlik diasporadagi Uyg'urlar bo'lsin, hammamiz intayin boshqa turadigan, hammamiz intayin uzuq suzilgan bir mana shu uzun bir yo'lda birga mangadigan, qo'lni qo'lga tutib, mo'rni mo'riga tirab turib birga mangadigan, hayotlikda ham o'limda birga bo'ladigan intayin sharaflik, intayin ulug', muqaddas ham intayin qiyin bir yo'l. Mana mush yo'lga chidayolgan vaqtimizda mayli yillar o'tsin, mayli asrlar o'tsin, mana mushunda bir bizningki mangulik bir orzuyimizni amalga oshirishni uchun bizningki chidashligimiz ekan, bizningki Sharq Turkistonning mustaqilligini amalga oshirishimiz amal ish qo'shadi. Rahmat. Rahmat, Mamtun efendim. Vaktimiz mu hazır ahırga kep qalay dedi. Bir neçe qarindoshlarımızdan mushu tema haqida bir yozgan savollar bor edi. Agar sizning gerçi bek kash bo'lib ketdi, shunaqasini qisqa bir sharhlab o'tay desangiz, endi olim efendimdan so'rashim kerak edi. Vaqtni yetmaydigandek qiladi. Mesela olim efendim mushu Xitoyning o'z ichidan parchalanish ehtimolligini so'zlab berdi-da. Endi ba'zida yozibdi, agar Xitoy parchalanmasa mustaqillik bo'lmamdi Uyg'urlarga. Xitoy zodi parchalanamdi. Bu mumkinchilik bormi Xitoyning parchalanishi haqida? Mushu haqda bir sharhlab o'tgan bo'lsa degan bir savol keldi. Agar qisqa bir bugun qisqa muddatda so'zlab o'tgan tema bo'lsa bugun qilsak, bo'lmasa keyingi haftalarga qoldirsak bo'ladi. Men mananga qisqiladi, lekin bu yaxshi savolda men yana kelar hafta agar sizlarning programmalaringga o'rlashtirilishi agar muvofiq ko'rsa, men kelar hafta texnikdan tafsilroq to'xtalib bugun vaqt masalan men o'zimninki mushu bugungi so'zlaganlarimning asosida qisqa to'xtalib o'tay mushu savol to'g'risida. Menimcha o'zimninki shaxsiy qarshimdan
chiqish qilgan vaqtimda meningcha Xitoyninki parchalanish ehtimolliqi intayin cho'ng. Chunki men avval deganimdek bir necha xil sabablardan yana takrorlayman. Birisi Xitoy ishidagi uchuq chiqqan chiriklik, bo'lib bu chiriklik keltirib chiqqan bir partiya tuzumi, bu bir partiya tuzumininki ko'p partiya tuzumiga o'tishi meningcha intayin qiyin bo'ladi. Ham oxirsida buni o'tib bo'lguncha Xitoyda g'oyat zo'r bir davolg'ish bo'lib, Xitoy mana bu shuning o'zida parchalanib ketishi mumkin deb qarayman. Endi buningda Xitoydagi mushu chiriklik, Xitoydagi ishsizlik, Xitoydagi ijtimoiy adolatninki ishga oshmasligi, ham Xitoydagi rayonlar o'tirisidagi paslashish ham qatorliq nurg'un jihatlarda elib o'tgan vaqtda mana mush omillar Xitoyninki mushu hozirgi hokimiyatlar tuzumidan demokratik tuzumga yoki bir partiyalik tuzumdan ko'p partiyalik tuzumga o'tishga iborat mana shu halqiliq mush bosqichda menimcha Xitoyninki Xitoy ishidagi bir Xitoyning ulug'ini ta'virlaydigan bir xil ijtimoiy qalamqonchilikni keltirib chiqardi. Mana bu ijtimoiy qalamqonchilik eng oxirisi Xitoyning pasha deb qarayman. Ham buning ichidagi meningki hozircha faqat qiyosimda bir qadar men %100 ishonch qilolmaydigan bir nuqta Xitoy armiyasiningki qaysi tarafni tutish masalasi shu vaqtning o'zida. Chunki biz ko'ryapmiz, dunyodagi nurg'un davlatlarningki siyosiy hokimiyatiningki siyosiy davolg'iyotgan vaqtida armiyaning roli intayin kuchli bo'ldi. Men biz buni Turkiyaning tarixidan ko'p ko'rgan, Misrnikidan ko'ryapmiz, ham biz buni hozir Taylandnikidan ko'ryapmiz. Mayli armiya qaysi xil shaklda o'tirib chiqsin, lekin agar armiya shu mavjud hokimiyatni qo'llaydi ekan, bu vaqtda ijtimoiy islohotni ilib berishni ko'zlaydiganlarningki inqilobiy eng oxirida ilib o'tgan vaqtda bostiriladi. Yoki hech bo'lmagan vaqtda shu vaqtning o'zida amalga oshmaydi. Agar Xitoyninki nimasi hozirning o'zida Xitoyning ishda Xitoyga qarshi turishdan iborat, yoki Xitoyning hozir bir partiya tuzumiga qarshi turayotgan kuchlar to'g'risida aniq bir ma'lumot intayin oz. Endi bunda bo'lishdan yana bir sababi Xitoy armiyasininki butkul manfaati Xitoy Kommunistik Partiyasininki mavjudlab turishga bog'langan. Ya'ni bu ikki qaroqchi bir-biriga madashib o'tgan vaqtida muhtoj. Yoki ikkisiningki mavjudligi bir-birini shart qiladi. Shunda bo'lganligi uchun agar chunki Xitoyning hozir tuzumida armiya partiyaning armiyasi bo'ladi, hargizmi davlatning armiyasi bo'lmaydi. Bunda bo'lgan ekan partiya ish qiladi ekan, armiya ish qiladi yoki armiya parchaldi yoki armiya aloqat ko'zini. Shuning uchun armiya bu o'zininki bosh banoyi bo'lgan bu partiyani qo'g'dashga majbur edi. Faqat hozir bu Xitoyninki parchalanib turayotganligining birdan-bir sababining birisi armiyaninki qo'g'dishining asli bo'lib kelayotganligida. Shu nuqtada ilib vaqtida men agar armiyadan azroq chatoq chiqadi ekan, Xitoyninki parchalasa texidimi tizishib ketishi mumkin deb qarayman. Andan keyin iqtisodiy jihatdagi qalaymiqanchilik, bankalik jihatdagi qalaymiqanchilik, pul muomala jihatdagi qalaymiqanchilik, nurg'un jihatdagi qalaymiqanchiliklarni Xitoyninki biz qiyos qiladigan darajadagi intensivlikda yoki ma'lum birkini bir gumurlab tushishni barliq keltirish mumkin. Endi bu intayin tasodifiy omillar, lekin tasodifiy omillar ulug'im sarqarg'il bo'lmaydi. Tarixda nurg'ulga cho'ng voqealarni tasodifiy omillar keltirib chiqargan. Endi gapimni yig'sam Xitoylarninki parchalanib ketishi mumkinligi intayin zo'r bo'ladi. Endi mushundaq vaqtning o'zida Uyg'urlarning masalasi agar biz shu strategiya bo'yicha o'zimiz tuzgan strategiya bo'yicha ish qilmagan bo'lsak, u vaqtda g'oyat zo'r bir taraqqiyotlarga erishadi. Shunda bir fursat tuta olgan vaqtimizda Uyg'urlarninki mustaqillik umid bor deb qarayman. Endi yana bir savol kelsak, endi Xitoy parchalanmay qolsa qanday qilamiz degan bir savol keldi. Endi men bu vaqtda birinchi o'zimning nuqta nazarlarimni nazardan saqit qilib turib, Xitoy parchalanmaydi deb qarab turay hozir. Xitoy parchalanmaydi deb qaragan vaqtimizda Uyg'urlarning masalasi haqiqatan qiyin tushdi. Uyg'urlarning masalasi shunda vaqt qiyin tushdiki, bu vaqtda Xitoylar agar demokratiyaga haqiqat ko'chib qolgan taqdirda, buning ehtimol intayin qiyin ham intayin uzun so'zilgan bir ish. Agar haqiqatan Xitoy demokratiyaga ko'chdi degan vaqtida Uyg'urlarning masalasi, xalqlardagi masalasi intayin qiynalib tushdi. Chunki u vaqtning o'zida biz bir partiya ostida intayin kuchib chiqqan millatchilik bilan ishtirok qurollangan ham dunyoga tahdid bo'lgan qurollarga ega bir davlatning ostida kishilik huquqidan orliq qilayotgan bir xalqningki mustaqil talab qilishdan biz demokratik bo'lgan ham dunyoga nisbatan millatchilikka ozroq yongan ham dunyoga
o'zininki ochiq oshkorligi bilan yuzlanayotgan bir davlatga yoki o'zini dunyoning e'tirof qilishiga intilayotgan bir davlatning ichidagi bir millatninki mustaqilligini qo'lga keltirishgan bo'lamiz. U vaqtda bu ikkisining farqi xeyli zo'r bo'ldi. Endi yana birisi Xitoyninki federatsiya tuzumi bo'lishi mumkin deb qarayman. Masalan, agar Xitoy boshlanmay federatsiya tuzumiga ko'chsin yoki bu yana shu Xitoyning demokratik tuzum ostida yana bir xil siyosiy tuzum bo'lsin deylar. Bu vaqtning o'zida masalan Xitoylar Sharq Turkistonni bir federatsiya tuzumidagi yoki avtonomiya tuzumidan yuqoriroq, lekin mustaqil davlatlikdan to'g'ri bo'lgan bir xil siyosiy tuzumiga ega qildimi deylar. Bu vaqtda Uyg'urlarning mustaqillik yana amalga oshmaydi. Yoki amalga oshishi xilil darajada chekirib ketadi yoki xilil vaqtgacha turib qoladi bir yerda demoqchiman. Bu vaqtning o'zida agar bizdagi haqiqiy bizda masalan Uyg'urlar shu vaqtning o'zida biz uchun uzun kesil mustaqillik kerakki yoki avtonomiya yoki federatsiya yoki har qanday shakldagi Xitoyning ishini turib qilishni ko'zlaydigan shakldagi siyosiy tuzumi mavjud emas deb qarasak, u vaqtda ish boshlanadi. Agar unda deb qarmasaqlar, shu vaqtdagi Uyg'ur masalan uni biz hozircha qiyos qila olmaymiz. Shu o'ziga berilgan shu federatsiya shakldagi shu tuzumiga rozi bo'lgan bo'lishi mumkin. U vaqtda Xitoylar xuddi bizni avtonomiyani oldigandek shu federatsiya tuzumida Uyg'urlarga nihoyatda yaxshi imtiyozlar bilan va'da berish mumkin. Lekin bu va'dalarning amalga oshishini ko'rish ham bu orqali Xitoyning sadoqatini sinash ham o'lchash va uni o'ziniki tekshirishni o'tkazish uchunmi nurg'un vaqtda Uyg'urlar yana nurg'un ishlarni kechirgan bo'ladi. Rahmet Memnun efendim. Bugün sizden hakikaten köp charchib ketdik çünkü kech saatiga to'g'rilishib qoldi. Yani Amerikadagi vaqt etdigan bo'lganlik uchun buni baldır erishga imkon bo'lmay vaqtimiz naq maydonga bu şekilde to'g'rilishib qoldi. Bunun keyingi haftalarda yana kelar hafta mush temining biraz qolgan qismlari bor, bir necha boshqa savollarmi bor. Masalan, Uyg'urlarning milliy mavjudligini saqlab qilishga munosabatlik deganlar bo'ldi va milliy mavjudlik qanday saqlanib qoldi. Bu hamda yana bir uzun tahlil qiladigan bir tema bu. Kelar hafta yana boshqa bir yangidan temalarimiz bor. Agar mumkin bo'lsa bundan keyin her hafta yoki bo'lmasa bir aralıkta ayda bir ikki qatim bo'lsa shu programmamizga kirishmagan bo'lsangiz, bu Uyg'ur davosi sizlarga o'xshash shu bilim odamlarininki fikrlariga va bu fikrlarni xalqimizga anglitishga muhtoj. Avval Uyg'urlar o'zimiz o'ylanmagan avval ostida bu ozodlikning qo'lga kelishidan hech qanday umid bor degili bo'lmaydi. Shuni buni o'yg'otadiganlar shu sizlarga o'xshash bilim egalari, aql egalari, belki kelar haftaki programlarda Erkin Ekrem efendimni veya İlşat Hasan efendimni nurg'un isimlar bor. Bularni yana taklif qilamiz. Birlikda shuningga bir chiqish nuqtasi, bir o'tirg'i bir umum Uyg'urlarning kallasida mandat bo'lsa, bo'lish mumkinki biz ma'noda turayli deydigan bir nuqtaga kelsak, biz eng cho'ng o'zimizning mush xizmatidan g'alaba qilgan bo'lamiz. Bizni qo'llab berganingizga rahmat. O'zingizning fikrlarini aymay xalqimizga mushtaq o'rtoqlashsangiz degan umidda bugun sizga programmani oxirlashtirsam. Bo'ldi, ko'p rahmat Abdurahmon bugun program o'rnashtirganingizga. Bo'ldi, kelar hafta ko'rishaylik. Bo'ldi, rahmat sizga ham davosi. Bo'ldi, rahmat sizga. Xo'sh. Assalomu alaykum hurmatli radio anglovchilar. Bugungi programmamiz mening ko'z qarashimda nihoyatda atrofliq yaxshi temalarda muzokara elib bordik deb qarayman. Bu temalarga butun to'liq shaklda bir javob elindimi degan vaqtning o'zida balkim yana kamchilik qolgan nuqtalari bor. Buningga ba'zi radio anglovchilarimizdan inkoslar kelgan edi. Buningga vaqt munosabati bilan 3 soat o'rlashtirgan ve köp qarindoshlarimiz 3 soatning nihoyat uzun bo'lib ketganligini so'zlaganligi uchun buni 3 soatdan uzartib 4-5 soatga chiqarishni to'g'ri ko'rdik. Mushunaq har haftada 3 soat mush programmamiz davom qiladi. Bugungi mushu Uyg'urlarning ozodligi haqidagi temamiz kelar hafta yana biroz davom qiladi va boshqa yangi temalar o'tirg'i chiqadi. Hurmatli qarindoshlar, bugün bu texniklik sebep bilen biraz yaxshi bo'lmagan avvallarmi bo'ldi. Chunki Skype'dan foydalanganligimiz uchun Skype'dan naq maydonning o'zida hammalarning ovozini birga anglash imkoniyatimiz bo'lmay qoldi. Ya'ni kundan kunga haftadan haftaga yaxshi bo'lib ketadiganligiga ishonaman.
tor betimizning hozir iPad veya ki yan telefonlarda naq maydondan kirib anglash imkoniyati bor yoki bundan keyin 24 saat Uyghur xalq naqshlaridan, musiqalardan ve ovozliq asarlardan, kitap, romanlardan anlatışını davam qilmoqchi. Bunun için elbette kuch lazım. Bu yerda mening maqsadim bu radioni etish orqali qandaqdir o'zimning hayotimni davom qildirish, u yerdan xalqdan pul yig'ish yoki tashkilotlardan bir yerlardan pul olish emas. Ama bu haftada bir kun o'rlashtirdik ve yakshanba kunisiga to'g'rilashdi. Chunki haftaning qolgan 6 kuni hammalarning o'zimizning xizmati va o'zimizning bu chet elda jon beqish deydigan bir dardga hammamiz mubtalo bo'lag'liq. Shaxsan menmi o'zimning hayotimni davom qildirishim kerak. Tamak yiyishim kerak, bir yerlerde yetişim gerek, uxlashim kerak. Bu özümüzden en avval vatanni, milletni, dinni qutqizish emas, en avval özümüzden bir hayatda qilish mücadelesini bir berishimiz kerakkan. Şunun için ben bu haftaning 6 kuni o'zimning jon beqish halakchiligida xizmat bilan yurayman. Yakshanba kunligi aram kunimda bu yerda 3 soat vaqtimni buni ajratib xalqimizga şu Uyghur ziyolilarning, Uyghur bilim adamlarının o'zining ichidagi fikrini anlatishga tirishayotimiz. Ama bununla maddi ve manevi jihatdan bütün Uyg'urlarimizning qo'llashi bu bizga lazım. Manevi jihatdan deganimizda bizga hech olmaganda şu yeni temalarni o'tirg'a qo'yib, ma'u temada bir paranglashsak deb bununla o'tirg'a temini bizga tashlasanglar ve İşinlarda özünlerinin bir Uygurluk kimliklerini oylap durup, muş davada zaten qandaq qilish kerak, nemi qilish kerak, chiqish yo'limiz bormi? Bo'lganda qandaq şartlar ostida bu Uygurlarning mustaqilligi o'tirg'i keldi. Şu an temimizni biz azodlik yo'lida izlanish degan tema ostida programmamizning ana temasi mushu. Bunun qarta sizlar ma'naviy jihatdan mushu qo'llab birlikda o'zinglarning fikrini biz Erik Uyghur Radyosu bütün Uygurlarning hammasiga ochiq. Yani bir yerde qandaqdir bu tashkilotning adamlari bilan bo'ladi, ma'u tashkilotning adamlari bilan bo'lmaydi deydigan bir tema mavjud emas. Uygurlarning tashkilotlanishi, tashkilotlarning ko'payishi to'g'rimi yoki bir nuqtaga yig'ilish to'g'rimi? Bularni muzokara qildik oldin qatlarda va keyingi haftalarda yana tafsiliy shaklda muzokara qilamiz. Endi bizga maddiy jihatdan haqiqatan qo'llashinglarga muhtoj. Mesela hazır tor bitimizden örnek versek yeniden sahipsini bu hafta bugün 6. haftaya gelgende aran bir yeniden bir tor betine oturup çıkardık. Yan telefondan ve iPad'lerden anlığı bulduğun aletke geldik. Bunun özümü attığı misali $1000 bitken oldu ve bu devamlılık halde bu texniklik meselelerge hazır körevatsa texniklik meselelerden hatalar çıkıp her haftada bir xil hatalıklar buladı. Bularni tuzatishimiz gerek. Hem de bununla Uygurlarning umumiy bir radyosu bu. Bunun hiç olmazsa iqtisadi bağlanınki azdır köptür haqiqiy şekilde bu radyonu qo'llashinglarni umid qilaman. Oldingi haftada mesela Erkin Ahmet efendim bununla keyin radyoga o'zining shu jurnalistlik tajribasi asosida men yordam qilay degan edi. Bugün başka vaqt sebebinden kelolmay qoldi. Bunun keyingi haftalarda Erkin Ahmet efendim veya ki Erkin Asya radyosuda ishlayotgan başka muxbirlarimizning, jurnalistlarimizning yordamlariga muhtoj biz. Bular albatta temini birlikda boshqarish basi bo'ladi. Birlikda savollarni o'tirib qo'ysa, shu munozara munbarini hammamiz birlikda boshqarsak, bir temini o'tirib qo'ygan bo'lsak, buningga bugünkidek bir ikki mesela Alim Sitov efendim yoki Memtimin Ala efendimdan emas, başka Uygur ziyalilerimiz mi, Uygur vatanperverlerimiz mi birlikte sözlese, oturga bir nokta yeşilse de qayerdan xato bo'layotganligini, qaysi nuqtalarda maqsad to'g'ri bo'lganligini bu shu radio anglag'uchilarimizga, ziyolilarimizga, bilim egalariga Allohning sizlarga ato qilgan aql parastinglarni boshqa xalqimizga o'rtoqlashinglar bilan o'tirib chiqdi endi. Şunun için bugünkü vaktimiz yana 3 saatten eşiği başladı. Ben programımı bu şeyde ayaklaştırayım. Bunundan keyin her qanday teklif fikirler bolsa bevosita aldı Uyghur Radio Chekit.com adresiga kirsanglar, email, Skype, Facebook, Twitter bu sosyal medyalar vasıtasıyla bizge
xəbərinizləri bəsənlər buludu. Sözləş arzuyunlar bolğan temalarını bizə sözləb aldın taşısanlar, biz bunu oturuq taşısaq buludu. Birlikdə cavab bəsənlər buludu. Hörmətli radio dinləyicilər, şunun bilan bugünkü Erik Uyğur Radiosu'nun 6. sanımız müşahede yaklaştı. Mikrofonda Abdurrahman Öztürk sizlerge programını riyasetçiligini kıldı. Hayır hoş, keler kıtımlık programımızda muşu meydanda sizler bilen uçturuşqa Allah nasip kılsın. Hem Allah'ın muvaffaqiyet dileymen, salametlik dileymen. İnşallah bir günü vatanımız azat olsun. Azat bolğan vatanımızda hemimiz birlikte aşağıda sergerdallık hayatımızı tüketip aşağıda birlikte yaşaylı diyen ümit bilen hemmanlarga Allah'a emanet edip programını ahırlaştırayım ve abim dep ötkünümge okşaş 24 saat bunundan keyin eğer teklif fikirler bolsa yine bəsənlər buldu. Nakşı muzika çünkü Uygurlarning elbette her zaman yığılaş emas bəzide ilham aldığan bir xil ruhi uzuquma ihtiyacımız var. Avazlık eserler, romanlar bularni anlatışqa başlaymiz. Uyghur Radiosu hemimizden azatlık yoldaki bir çıkış yolumuz bolup qalğısı degan ümit bilen xeyr, Allah'a emanet bolun. Azıdar buğda bugün bağrıydı her can azıdar. Azıdar buğda bugün bağrıydı her can azıdar. Yaş döküp Kaşgar ili yığlaydı turpan azıdar. Yaş döküp Kaşgar ili yığlaydı turpan azıdar. Men kumul diye aylinip çıksam hiyalen bu seher. Kaygıda bütkül şehir sehradı dikkan azıdar. Kaygıda bütkül şehir sehradı dikkan azıdar. Kirsenlar gütekler un dökülmenlar likin ehli gül matemdidir tamam reyhan azıdar. Bak kirsenlar gütekler un dökülmenlar bugün ehli gül matemdidir tamam reyhan azıdar. May sumbul cim buluşsa veci ketküzdün dimem. Nevkırallar ketti uçup şunla aşkı bostan azıdar.
Tolğunup irtiş ili Tarim tümen deryasını Aktı hasret ilkide bağrıydı kan gazıdar Tolğunup irtiş ili Tarim tümen deryasını Aktı hasret ilkide bağrıydı kan gazıdar Aktı hasret ilkide bağrıydı kan ağzıda